Assalomu alaykum do'stlar, assalomu alaykum qadrdonlar. Yangi yil, yangi 2026-yil barchaga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yangi yilning birinchi kunidan sizga yuzlanib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Kirib kelgan 2026-yil barchangizga omad, baxt, muvaffaqiyat olib kelsin. Azizlar, barchangizga xayrli kun, xayrli oy, xayrli yil tilagan holda biz dasturimizni boshladik. Kirib kelgan yil barchamizga ulkan muvaffaqiyatlarni, g'alabalarni olib kelsin. Do'stlar, agarda e'tibor qaratgan bo'lsangiz, biz yangi yilning ilk efirini, ilk dasturini Bo'stonliq tumanidagi Chimyon xalqaro umummavsumiy kurortidan olib boryapmiz. Bu bejizga emas, bunda ham o'ziga xos ramziy ma'no bor. Yangi yil albatta mana shunday yangiliklar bilan bo'lishi kerak albatta. Va Chimyon bizni mana shunday qor bilan qarshilab oldi. Bu esa dasturimizga o'zgacha fayz, siz u bizga esa a'lo kayfiyat ulashadi. Yangi yil haqida gapirar ekanmiz, beixtiyor biz 2025-yil g'alabalarini ham eslab o'tishimiz lozim bo'ladi. Chunki yurtimizda tarixiy voqealar, g'alabalar, muvaffaqiyatlar juda ham ko'p bo'ldi. Masalan, ixtirochi yoshlarimizning o'ziga xos yangi startaplari 2025-yilda bu borada muhim va samarali startaplar yo'lga qo'yildi. Dasturimizning ilk sonini esa mana shunday ajoyib lavha bilan boshlaymiz. Marhamat. yilda IT va sun'iy intellektni tadbirkorlik bilan integratsiya qilinishi xizmat ko'rsatish sohasidagi jarayonlarni yanada jadallashtirdi. Raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan yilning eng serdaromad startapi deb topilgan Bills loyihasi chakana savdo biznesini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan zamonaviy SaaS platformadir. U orqali do'kon egalari biznesni bir joydan boshqarish imkoniga ega bo'ladi. Ya'ni mahsulotlar, sotuvlar, qarzdorlik, ombor, xodimlar, mijozlar va moliyaviy hisobotlarni. Oilamizda shu ilm muhit bo'lgani uchun, mani dodam ximik bo'lganlar, adam biolog bo'lganligi uchun men ham shu ilm sohasida o'zimni kelajagimni ko'rganman. Shinxa universitetida Computer Science and Software Engineering fakultetiga kirganman. Universitetga kirgandan keyin juda ko'p loyihalar o'tdi. Bo'lgan internship loyihalari bo'lgan har xil kompaniyalarda va men shunaqa bitta kompaniyaga internshipga kirganman. O'qish paytida bizda Google Developer Group degan community ochganmiz. Bu Googlening rasmiy dasturchilarini qo'llab-quvvatlash uchun qilingan loyiha, har xil IT tadbirlarini o'tkazganmiz. Va u yerda shu Rustam aka bilan men tanishganman va ular Bills haqida menga erib berganlar. Bills jamoasiga qo'shilishga qaror qilganman o'sha payt. Bills kompaniyasida men CPO lavozimida ishimni mahsulot rivojlanish bo'limiga javob beraman. Asosiy meni ishim mijozlarimizdan ularning fikrlarini yig'ib, biznes uchun aniq maqsadlarini shakllantirish. Biz do'konlarga savdoni oshirishga yordam beramiz. Bills bu onlayn dastur. U dastur orqali qarorlarni o'zlarining intuitsiyasiga qarab emas va balki aniq dalillarga qarab qabul qilishadi. O'zimizning interfeysimizni maksimal qulay ishlab chiqarganmiz, ancha zamonaviy qilib ishlangan. Mijozlar bilan ko'p gaplashganmiz va ularning fikrlarini inobatga olib, mahsulotni ularga eng ma'qul formasida qilib chiqarganmiz. Va ikkinchi o'rinda bizani qo'llab-quvvatlash xizmatimiz boshqa dasturlarga qaraganda ancha mukammal. Startapdan boshlangan loyiha bugun 5 mamlakatdagi 5000 dan ortiq do'konlarning savdo tizimiga kirib borgan. Ular ichida butun dunyo taniydigan Calvin Klein kabi brendlarning filiallari ham bor. Tabiiyki, bu darajaga o'z-o'zidan erishilmaydi. Yillar davomida qilingan mehnat va muvaffaqiyatsiz pallalarda ham loyihadan voz kechmaslik natijasida bugun startapning yillik aylanma daromadi respublikada yetakchi o'rinni qayd etdi. O'zi Bills kichik va o'rta biznes uchun qilingan, lekin unga qaramasdan bizda katta mijozlarimiz ham bor. Bu Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Lacoste, Sets, undan tashqari Bloom, dunyoning eng katta brendlarining O'zbekistondagi do'konlari ham bizning mahsulotimizni ishlatishadi. Undan tashqari o'zimizning O'zbekistonda yaratilgan ham katta tarmoqli do'konlar bizani ishlatishadi. 2025-yil ushbu startap uchun omadli keldi. Ya'ni loyihaning yosh rahbarlari xalqaro tajribaga ega yirik moliyaviy institut bilan strategik hamkorlikka erishdi. Ushbu kelishuv doirasida xalqaro kompaniyalardan biri Bills rivoji uchun 5 million AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritdi. 2025-yil bizning kompaniyamiz uchun juda katta muhim yil bo'lgan, chunki yil o'rtasida katta xorijiy kompaniya bizning kompaniyamizni 53%ni sotib olishgan va undan tashqari 5 million dollar investitsiya kiritishgan. Va biz 5 ta mamlakatda ishlaymiz. Bular O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston va Gruziya.
O'zbekiston, Qozog'istonda bizada asosiy ofislarimiz bor va boshqa mamlakatlarda hamkorlarimiz bilan biz ishlaymiz. Xorijiy kompaniya investitsiya kiritgandan keyin bizning kompaniyamizning qiymati 20 million dollar deb aniqlandi. Hozirgi paytda bizning kompaniyamizdan 130 tadan ortiq odamlar ishlaydi va ularning o'rtacha yoshi 30 yoshgacha bo'lgan. Keyingi yilga asosiy rejalar bu biznesimizning o'sishi, ko'proq do'konlarni qamrab olish va biz O'zbekiston shu mamlakat bo'yicha ekspansiyani ham ko'paytirmoqchimiz. Viloyatlarda ham biz ofislarimizni ochib, hamkorlarimiz bilan birga viloyatlarga ham shu o'zimizning dasturimizni ommalashtirmoqchimiz. O'zi loyiha bitta hisoblanishiga qaramasdan, ichida juda ko'p yo'nalishlar bor va har xil paytda har xil yo'nalishlarni ustida biz ishlaganmiz. Shuning uchun har doim bu juda qiziqarli bo'lgan, chunki har doim biz o'zimizga juda yuqori maqsadlar qo'yib, shu maqsadlarga borishga harakat qilganmiz. Startap jamoasi yoshlardan iborat. Masalan, call centerning o'zida 15 nafar yigit-qiz kuniga 350 dan ortiq qo'ng'iroqlarga javob beradi. Tadbirkorlarning muammolariga yechim taklif qiladi. Loyiha orqali yangi yilda yanada ko'proq yoshlar ish bilan ta'minlanishi maqsad qilingan. G'oyadan boshlangan muvaffaqiyatli yo'l ko'p yillar davom etishi mumkin. Yangi yil har birimiz uchun mana shunday omadli va yangi g'oyalarga boy bo'lsin. 2025-yil yangi O'zbekiston yoshlar uchun eng muvaffaqiyatli yillardan biri bo'ldi deb ta'kidlab o'tsak bo'ladi bemalol, xususan xorijiy til sertifikatlarini qo'lga kiritish borasida. Xuddi shunday, til bilish aslida dunyo sari yo'l ochadi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan xorijiy tillarni o'rganish ommaviy harakatga aylangan. Hattoki bir emas, 100 emas, minglab yoshlarimiz bir nechta tillarda bemalol suhbatlasha olishadi. Albatta, bunday natijalarning ortida kattagina mashaqqat yotadi. Albatta, bularning barchasi til o'rganishga, umuman olganda ilm olishga bo'lgan e'tiborning kuchayishi natijasidir. Navbatdagi lavhamiz orqali ortda qolgan 2025-yilda xorijiy til sertifikatlarini qo'lga kiritish borasida yutuqlarga erishgan yoshlar haqida batafsil bilib olasiz. Marhamat, tomosha qilamiz. Xorijiy tillarni bilish bugun nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki xalqaro darajada munosib kadr bo'lish uchun ham muhim omil hisoblanadi. Shu sababdan yildan yilga chet tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Galdagi hikoya qiladigan qahramonlarimiz ham ana shu yo'lda izlanib, o'z muvaffaqiyatini namoyish qilgan yoshlar qatorida. Mening ismim Muxlisa Xo'janiyazova va men Prezident maktabining 11-sinf o'quvchisiman. Maktabimga 2019-yil kirilganman. Bizning maktabda mahalliy fanlar bor va xorijiy fanlar bor. Xorijiy fanlarni xorijdan kelgan ustozlar bizda 10-sinfda ingliz tili darslarida IELTS sinoq topshirish kerak o'rgatiladi. 11-sinfda o'sha SAT o'rgatiladi. Ustozlar sizga IELTS va SAT topshirishga yordam berishadi va darsdan tashqari ham borsangiz bo'ladi, to'garaklar qizdiradi. Men SAT qiyinroq deb so'raganman, shuning uchun birinchi IELTS topshirishga qaror qilganman. Ya'ni IELTS'imni 10-sinf oxirida topshirganman va 8 olganman. 6-sinf topshirib olgandan keyin SATga tayyorlanishni boshlaganman. Bolalikdan chet tillarni o'rganishga mehr qo'ygan Muxlisa bugun SAT imtihonidan yuqori 1570 ballni qo'lga kiritib, o'z oldiga qo'ygan katta maqsadlari sari dadil qadam tashladi. O'zi boshlang'ich maktablarda ingliz tili o'rgatib boshlashadi. 2-3-sinf bo'lganimda ingliz tiliga qiziqa boshlaganman. SAT imtihonini shu yil topshirdim. 1570 ball oldim. Ingliz tilidan 780 va matematikadan 790 ball. Imtihonga taxminan 3 oy tayyorlandim. Ham maktabda, ham darsdan tashqari o'zim ham tayyorlanganman SATga. Kelajakda Nyu-York, Abu-Dabi universitetiga topshirmoqchiman va hozirgi paytda shu universitetga topshirishga tayyorlanmoqdaman. Maqsadlarim xorijda universitetda o'qib, malakam oshirib, keyinchalik O'zbekistonga qaytib kelish va O'zbekistonni rivoji uchun o'zimni hissamni qo'shish. Muxlisa Xo'janiyozova singari Prezident maktabida tahsil olayotgan o'quvchilar orasida aniq maqsad va puxta reja asosida bosqichma-bosqich oldinga intilayotgan o'g'il-qizlar talaygina. Ana shunday iqtidorli yoshlar safida chet tillarini qunt bilan o'rganib, bilim doirasini muntazam kengaytirib borayotgan Firdavs Olimjonovni ham alohida tilga olishimiz mumkin. Til o'rganishga bo'lgan xohish yoshligimdan boshlangan. Unda ingliz tili to'garagi tashkil qilishgan maktabimizda 2-sinfimdan qatnashni boshlaganman. Keyinchalik esa Prezident maktabi imtihonida bo'lishini eshitgandan so'ng ham bu yaxshi foyda bergan. Birinchi marta IELTS imtihoni topshirganimda 7,5 olganman. 3 oydan keyin tayyorlanib 8 natijasiga erishganman. Maktabimizning o'zida ingliz tili fanida aynan o'sha IELTS sistemasi asosida darslar o'tiladi. Bundan tashqari kutubxonadagi kitoblar yoki boshqa resurslardan ham foydalanib
bemalol yaxshi natija qo'lga kiritsangiz bo'ladi. IELTS o'zi 4 ta qismga bo'linadi. Har birini o'zini tayyorgarlik yo'nalishi bor, tayyorgarlik texnikalari bor. Bunda menga qiyinchilik tug'dirishi mumkin bo'lgani speaking, ya'ni osaki nutq edi, lekin bizda maktabda darslar ingliz tilida bo'lgani uchun, ustozlar bilan ingliz tilida muloqot qilganimiz uchun bunga osonroq tayyorlanganman. Listening va reading qismlarida o'zim kitoblardan yoki onlayn resurslardan mashq qilganman. Firdavs qayd etgan natijalar shunchaki ko'rsatkichgina bo'lib qolmay, unda yangi tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqish tomon yo'l ochdi. Kelgusi yillarda chet tildagi top universitetlarga topshirmoqchiman. Asosiy maqsadim Avstraliyadagi Sidney universiteti. Germaniyaga borish niyatim ham bor. Shuning uchun hozirda nemis tilini ham o'rganyapman. Nemis tilida ham IELTS ga o'xshagan Goethe sertifikati bor. Bu sertifikatdan ham B2, C1 daraja olsangiz yaxshi natija qayd etgan bo'lasiz. Ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, mamlakatimizda IELTS imtihoni bo'yicha yuqori natijalar soni yil sayin oshib bormoqda. 2020-2025 yillar davomida IELTS imtihonidan 5,5 va undan yuqori natija qayd etgan yoshlar soni 245,7 ming nafarni tashkil etgan. E'tiborlisi 8,5-9 ball, ya'ni C2 darajani qayd etganlar soni ham keskin oshgan. Taqqoslaydigan bo'lsak, bu ko'rsatkich 2020-yilga nisbatan 47 barobarga yuqori. Ular orasida esa 9 ballni egallagan yoshlar soni 68 nafarga yetgan. 4 yil avval IELTS imtihonidan maksimal ballni qo'lga kiritish ko'plab o'rganuvchilar uchun go'yoki yerishib bo'lmas marradek tuyulgan bo'lsa, hozirda ularning safi muntazam ravishda kengaymoqda. Navbatdagi qahramonimiz Jasur Sultonov ham baland cho'qqini ko'zlab, tinimsiz harakatlari samarasi o'laroq Niner reytingidan o'rin oldi. Bugun esa u o'z tajribasini ko'plab shogirdlari bilan bo'lishib, ularni yuqori natijalarga olib chiqishning muhim sir asrorlari bilan tanishtirib kelmoqda. Men Sultonov Jasur, 26 yoshdaman va hozirda IELTS 9 sohibiman. Ingliz tiliga bo'lgan qiziqishim 2016-yilda boshlangan. O'sha paytda mamlakatimizda xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqish juda ham o'sib borayotgandi va men ham tengdoshlarim kabi ingliz tilini o'rganishga qaror qilgandim. Va birinchi IELTS natijam bu 6 edi. IELTS 6 olganimdan keyin yana bir necha marta mana shu testda o'zimni sinab ko'rdim. Va Koreyadagi Dankook universitetida bakalavr bosqichini o'qish uchun aynan Koreya davlatiga borib keldim va u yerdan qaytib kelganimdan keyin esa IELTS imtihonini yana bir necha marta topshirdim va shu yili fevral oyida men IELTS dan maksimal hisoblangan 9 ballni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldim. Bu 9 ballni olganimdan keyin albatta juda ham xursand edim, chunki 9 olish oson ish emas, lekin shuni uddalaganimdan juda ham mamnun edim. Hurmatli prezidentimizning biz yoshlarga yaratib bergan imkoniyatlari va yangiliklari tufayli hozirda davlatimizda xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqish juda ham yuqori. Va mana shunaqa loyihalardan va imkoniyatlardan bittasi sifatida men 2+6 loyihasini aytgan bo'lardim. Aynan shu loyiha sababli yoshlarimiz hozirgi kunda 6 oy xohlagan xorijiy tillarni bepul o'rganishlari mumkin va bu juda ham katta yangilik. Bular hammasi albatta yanada ko'proq yoshlar mana shu tillarni o'rganishga qiziqishiga sabab bo'ladi. Ta'kidlash joizki, mamlakatimizda chet tillarni o'rganuvchilar qamrovining ortib borishi yaratilayotgan keng imkoniyat va qulayliklarning amaliy natijasidir. Xususan, xorijiy tillarni bilishga intilayotgan yoshlarga zarur sharoitlar yaratilayotgani, munosib natijalarga erishgan o'g'il-qizlar rag'batlantirilib, ularga turli imtiyoz hamda qo'llab-quvvatlovlar berilayotgani bu boradagi ishlarning samaradorligini yaqqol namoyon etmoqda. Bugungi kunda mamlakatimiz xorijiy tillarni rivojlantirish sohasida bir qator tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan 2021-yil 1-maydan boshlab xalqaro imtihon tizimlaridan yuqori ball olgan yoshlarga imtihon topshirish xarajatlari bo'yicha tizimni ishga tushirilishi bu yaqqol misol sifatida olishimiz mumkin. Ushbu tizim orqali 18 turdagi imtihon xarajatlarini yoshlar bevosita qaytarib olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Tizim davlat xizmat tartibida yo'lga qo'yilgan va yoshlar o'sha uydan chiqmagan holatda yagona interaktiv davlat xizmatlar portali orqali ariza yuboradi. Ariza 15 kun ichida Yoshlar ishlash agentligi tomonidan ko'rib chiqiladi. Keyingi 15 kunda o'sha belgilangan tartibda mablag'lar mollashtiriladi va yoshlar mablag'ni qaytarib olish imkoniyati yaratilgan. Bunda statistikaga e'tibor beradigan bo'lsak, 2021-yilda 2800 dan ortiq yoshlar ushbu xizmatdan foydalangan bo'lsa, bugungi kunga kelib 17 mingdan ortiq yoshlar imtihon topshirish xarajatlarini to'liq qaytarib berildi. Bunga 40 milliarddan ortiq mablag' sarflandi. Joriy yil o'zida 2020-yilda 10 mingdan ortiq yoshlar 5,5 va undan yuqori ballni qo'lga kiritgan bo'lsa, bugungi kunga kelib, ya'ni 1-dekabr holatiga 61 mingdan ortiq yoshlar o'sha 5,5 va undan yuqori ballni qo'lga kiritgan IELTS sertifikat. Bundan tashqari, hurmatli prezidentimiz 2024-27 iyundagi PX 239 qarorlariga muvofiq
Yoshlar ishlari agentligiga aynan xorijiy tillarni rivojlantirish va o'quv markazini qo'llab-quvvatlash yo'nalishida qo'shimcha funksiyalar yuklatilgan. Bunda 2030-yilgacha 100 ming nafar yoshlarni 6 ta xorijiy til, ya'ni ingliz, nemis, fransuz, koreys, xitoy va yapon tillariga o'qish bo'yicha 6 oylik xarajatini subsidiya tarzida ajratish bo'yicha 2+6 dasturi ishga tushirildi. Bunda yoshlar o'sha yonda ilovasidan ro'yxatdan o'tgan holatda mavjud sertifikatni ilova qilib ariza yuboradi. Ariza Yoshlar ishlari agentligi tomonidan bevosita ko'rib chiqiladi va yoshga agar o'sha sertifikat haqiqiyligi tasdiqlangan taqdirda o'quv markazlarini shartnoma tuzish imkoniyati beriladi. SAT, IELTS va shunga o'xshash xalqaro sertifikatlar nafaqat bugungi kunda bilim va ko'nikmalarni sinovdan o'tkazuvchi vosita, balki kelgusida yoshlarning global maydondagi muvaffaqiyatini belgilovchi kalit hamdir. Ular orqali kelajak avlod o'z salohiyatini xalqaro maydonda namoyon etish, ta'lim va kasbiy faoliyatida yangi imkoniyatlarga yo'l ochish imkoniga ega bo'lmoqda. Eng muhimi, til o'rganish yoshlarni muntazam izlanishga, o'z ustida ishlashga va yuksak marralarni ko'zlashga undamoqda. Yer yuzida dunyoning top universitetlarida o'qishni orzu qiladigan yoshlar millionlarni tashkil etadi. Birinchi o'rinda Oksford universiteti, ikkinchi o'rinda Massachusets texnologiyalar universiteti, uchinchi o'rinda esa Garvard universiteti. Va eng quvonarlisi, jahonning eng nufuzli universitetlari talabalari orasida yangi O'zbekiston yoshlari sonining tobora ortib borayotgan. Ularning bu darajaga erishish yo'lidagi mashaqqatlari, o'rganishlari, izlanishlari va ularni muvaffaqiyatga olib kelgan yo'li navbatdagi lavhamizda aks etadi. Birgalikda tomosha qilamiz. Bugun O'zbekiston yoshlari haqida gap ketganda mamlakatning ertasi qanchalik buyukligiga ishonch hosil qiladi kishi. Dunyoning eng nufuzli auditoriyalarida yangrayotgan o'zbekcha ism-shariflar, ilmiy bahslarda aytilayotgan dadil fikrlar, global minbarlarda baland ovoz bilan yangrayotgan vatan nomi. Bularning barchasida o'zbek yoshlarining o'rni, siymosi bor. Ha, bugun minglab o'zbekistonlik yigit-qizlar dunyoning turli davlatlarida eng yetakchi universitetlarda tahsil olmoqda. 2025-yil ham mamlakatning ta'limida, yoshlar hayotida unutilmas voqealar, katta natijalar bilan esda qoldi. Demak, reportajimiz davomida ana shunday yilning omadli, baxtli va muvaffaqiyatli yoshlarini bir nechtasini eslaymiz va fikrlarini tinglaymiz. Yil kashfiyoti Farg'onaning o'g'loni Azizbek Zaylobiddinov dunyoning birinchi raqamli universiteti Garvardga 100% grant asosida qabul qilingan. Azizbek o'zining ilmi bilan xalqning, qolaversa prezidentning nazariga tushdi. Shu yilning o'zida 2 marta davlatimiz rahbari bilan uchrashuvda ishtirok etib, prezidentimiz bilan muloqot qildi. Bu yurt otasining yoshlariga bo'lgan mehrining namunasi edi. Men senga o'xshagan farzandlarimni ko'rsam, 3-renessans poydevori. U balandparvoz gaplar emas, 10 yil o'tadi, 20 yil o'tadi. Baribir Ulug'bek paydo bo'ladi. Ilm kashfiyot qilasizlar, Beruniy paydo bo'ladi, kashfiyot qilasizlar. Xorazmiy paydo bo'ladi. Bitta narsa kerak bizga, iloyim yurtimiz tinch bo'lsin. Hamma niyatlarimiz amalga oshib, sizlar menga ko'makchi, yelkadosh va islohotlarni amalga oshiruvchi sizlar. Avgust oyida ilm sari yo'lga chiqqan Azizbek yaqinda bayramni vatanida nishonlash uchun okean orti mamlakatidan qaytib keldi. O'zi 2025-yil boshlanishidan avval birinchi o'sha tugashga yaqin dekabr 2024-yil dekabr o'rtasida shu Garvardga kirganim haqida yangilik eshitgandim, grant olganim haqida. Endi baribir buni qabul qilishga vaqt ketgan. Undan keyin yil yangisi boshlangan va shunda oldimga maqsad qo'ygandim. Birinchi o'rinda men o'zim endi Garvardga kirdim, ko'proq yoshlarimizga shu haqida yetkazib, ilmli yoshlarimiz sonini ko'paytirishga bir o'z hissamni qo'shsam degan. Keyin yil boshida fevral oyida davlatimiz rahbari bilan ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldim va u yoqda davlatimiz rahbari menga bergan ishonchlari va to'g'ri o'z yo'llarini ko'rsatganliklaridan keyin biz yoshlar ishlari agentligi doirasida har xil loyihalarni boshlab, u yoqda har xil yoshlarimizni ingliz tili o'rganishlariga, undan tashqari chet eldagi davlat universitetlariga qanday topshirish mumkinligi haqida ko'p bilimlarni ulashishga harakat qilib, keyin yoz oylaridan keyin sentyabrdan o'qishga qaytib ketib, Amerikaga uchib ketdim. Amerikada birinchi semestrimni tugatib, hozir O'zbekistonga qishki ta'tilga qaytganman. 1 yil davomida juda ko'p o'zgarishlar bo'ldi desam bo'ladi. Bir yil oldingi Azizbek bilan hozirgi Azizbek juda katta farqi bor. Qadriyatlarida, o'zini dunyoqarashida, fikrlashlarida va kelajakdagi maqsadlarda. Men o'ylaymanki, bu yil menga juda ko'p yangiliklarni o'zimda o'stirishimga sabab bo'ldi va bu hayot davomida o'zi inson sifatida qanday shakllanish haqidagi fikrlarim juda ko'p oshdi va ko'p ustozlarimiz bergan o'sha yo'l yo'riqlar orqali yangi bilimlarni olib, mana hozir bir semestr tugatib kelgan bo'lsa ham, baribir u yoqqa yangi madaniyatga borganda, yangi ilmlar olayotganda qiynalmasdan oson moslashib va undan keyin bu olingan bilimlarni qanday qilib O'zbekistonda biz qo'llasak bo'ladi degan fikrlarni shakllantirishimga yordam berdi deb o'ylayman. Men o'zi hozir davlatimizda olib borayotgan sohada juda qizg'in
qiziqish bilan kuzatib boraman. Masalan, hozir yurtimizda yoshlar doirasida juda katta biznesga, startaplarga fokus ketyapti. Masalan, Amerikaga borsam, Garvardga borsam xuddi shu fokus. Hamma yoshlar startap qilgisi keladi, har xil innovatsiyalar qilgisi keladi. Mana shu o'zi ko'rsatadi, bizning yoshlarimiz ham hozir o'sha demak, Amerika yoshlari bilan bir tekis jarayonda ketayotganlari, bu demak, ular ham 10 yil oldinga yursa, biz ham 10 yil oldinga shaxmatda bir tekis anaqa ketayotganimizni ko'rsatadi va nasib qilsa endi buni 4 yil davomida o'qib, o'rganib, keyin yurtimizga qaytib, agar o'sha qayerda ko'proq foydamizni tekkiza olsa, o'sha sohada bir industriyada transformatsiyalar qilishga va davlatimiz rahbar jamoasida davlatimizni xalqimizga yanada ko'proq xizmat qilishga bir hissa qo'shish niyatim bor. Whenever you're ready. Oh my god, I got it to her! Joriy yilning oxirida yana bir quvonchli xabar ham Farg'onadan keldi. Prezident maktabining iqtidorli o'quvchisi Dilafruz Sobirova Garvard universitetiga $392,000 to'liq grant asosida qabul qilindi. Integratsiyalashgan biologiya yo'nalishi 8 ballik IELTS, 1540 SAT, bu raqamlar ortida mehnat, iroda va ishonch mujassam. Bu o'zbek qizining global ilm maydoniga dadil kirib kelayotganining yorqin dalili. Farg'onalik ikkinchi Garvardchimiz hozirda Amerikaga ketishga tayyorlanyapti. Yaqindagina dunyoning eng yaxshi universitetlaridan biri bo'lgan Garvard universitetiga 100% grant bilan qabul qilindim. Bunda o'ylaymanki, prezidentimiz yaratib bergan sharoitlar eng asosiy sabablardan biri bo'ldi. Ulardan biri prezidentimizning qo'shidagi prezident maktabi. U yerdagi har bir ustoz, har bir xodim, har bir do'stlarimning o'z hissasi bor va 2025-yil ishonch bilan ayta olamanki, men uchun juda omadli va yaxshi keldi va 2026-yilda ushbu muvaffaqiyatlarni, ushbu harakatni yana davom ettirib, yanada ko'proq muvaffaqiyatga erishib, vatanimizni AQShda ham nomini himoya qilishga harakat qilaman. 2026-yil uchun barcha tengdoshlarimga, barcha vatanimizdagi yoshlarga muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Yana ko'proq o'zbeklarni Garvardda kutib qolamiz. Shu jumladan El-yurt umidi jamg'armasi stipendiyatlari ham xalqimizga iliq bayram tabriklarini yo'llagan. Hurmatli vatandoshlar, barchangizni Yangi yil ayyomingiz bilan chin dildan qutlayman. Yangi yil sizlarga baxt, saodat, tinchlik va birdamlik olib kelsin. Yangi yildagi har bir kuningiz yangi imkoniyatlar sari olg'a boshlasin. Yangi yilni oila davrasida quvonch va baxt bilan kutib olishingizni tilayman. Yurtimiz har doim tinch va osmonimiz musaffo bo'lsin. Mana 2025-yil ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda va bu yil bizga bilimni, tajribani, mas'uliyat va vatan bilan bog'liqlik hissini qadrlashni o'rgatdi. Mening ismim Mohnur. Hozirgi kunda El-yurt umidi jamg'armasi stipendiyant sifatida Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan Kolorado davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti fizika yo'nalishida tahsil olmoqdaman. 2025-yil men uchun eng muhim yillardan biri. Shu bilan birgalikda bilim, tajriba, ko'nikma va yutuqlarga boy yil bo'ldi. Sababi aynan mana shu yilda men ilmiy va akademik jihatdan yangi bosqichga ko'tarildim. Xalqaro dasturlarda ishtirok etdim va g'oliblikni qo'lga kiritdim. Xususan, mana shu dasturlar orqali men o'z bilim va tajribalarimni real muhitda sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldim. Shu bilan birgalikda yilning eng muhim voqealiklaridan biri bu Amerika Qo'shma Shtatlarida tahsil olayotgan talabalarning atigi 20%gina kirish mumkin bo'lgan National Society of College Scholars tashkilotiga taklif etildim va mana shu tashkilotda ilk o'zbek sifatida qabul qilindim. O'zbekiston yoshlariga shuni aytmoqchiman. O'zingizga ishoning. Katta orzular qiling va mana shu orzularni amalga oshirish uchun doim mehnatda bo'ling. 2026-yil barcha xonadonga tinchlik, sog'lik va albatta ertangi kunga ishonch olib kelsin. Yangi yilingiz muborak bo'lsin, O'zbekiston. 2025-yil yakuniga yetmoqda. Bu yil bizni qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar bilim, mas'uliyat va vatan bilan bog'liqlikni qadrlashga o'rgatdi. Mening ismim Behzod Muslimonqulov. Men El-yurt umidi stipendiyati sun'iy intellekt va kompyuter ta'limi bo'yicha University of Birmingham talabasiman. 2025-yil men uchun nafaqat o'qish va yangi muhitga moslashish yili bo'ldi, balki bu yil men uchun o'sish, o'z ustimda ishlash va xato qilish uchun imkoniyat bo'ldi. Bu yil davomida men bir necha texnologik va ijtimoiy loyihalarda ishladim. Sun'iy intellekt, dasturiy ta'minot va ma'lumotlar bilan ishlash yo'nalishida amaliyot o'tash imkoniga ega bo'ldim.
Shuningdek, jamoa bilan ishlash, mas'uliyatni bo'lishish va natija uchun javob berish nimani anglatishini chuqurroq his qildim. Amaliy tajriba, kichik startap g'oyalari, texnik loyihalar va o'rganilgan bilimlar menga bitta muhim narsani ko'rsatdi. Bugun o'rganayotgan har bir texnologiya ertaga O'zbekiston taraqqiyoti uchun xizmat qilishi mumkin. Men ishonamanki, sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar kelajakda davlat boshqaruvi, ijtimoiy sohalar, ta'lim, iqtisodiyot va sog'liqni saqlash sohalarida muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun bu yil qilgan ishlarimni shaxsiy yutuq emas, balki kelajakka bo'lgan investitsiya deb hisoblayman. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev rahbarligida 2025-yilda O'zbekiston ta'lim, ilm-fan va ilmiy hamkorlik sohalarida muhim qadamlar amalga oshirildi. O'zbekiston yoshlariga shuni aytmoqchiman. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar vatan ishonchi siz bilan ekanligini unutmang. Bugun qilayotgan kichik ishlaringiz ertaga katta o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Bu yil qilgan barcha niyatlaringizga erishishingizni tilayman. Yangi yil barchamizga muborak bo'lsin. Yangi yil munosabati bilan barchangizni chin qalbimdan tabriklayman. 2026-yil barcha xonadonga tinchlik, sog'lik, baraka olib kelsin. Yangi yilingiz muborak bo'lsin O'zbekiston. Joriy yil men uchun eng baxtli va eng muhim yillardan biri bo'ldi. Boisi men shu yili 22 yoshimda magistratura bosqichini tamomladim. Hamda men tahsil olgan universitet dunyoning eng nufuzli universitetlaridan biri hisoblangan London iqtisodiyot va siyosiy fanlar universiteti. Albatta biz yoshlar uchun barcha imkoniyatlar yaratib berildi va El-yurt umidi jamg'armasi tufayli biz uchun barcha eshiklar ochiq. Biz yoshlarga ushbu imkoniyatni yaratib bergan muhtaram prezidentimizga chuqur minnatdorlik bildiraman. Kirib kelayotgan yangi yil barchangizga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mening ismim Mumtoz Begim Ochilova va men El-yurt umidi jamg'armasi stipendiyati sifatida San-Fransisko musiqa konservatoriyasining ovoz va opera yo'nalishi bo'yicha tahsil olib kelmoqdaman. Sizlarni 2026-yil bilan chin qalbimdan muborakbod etmoqchiman. 2025-yil men uchun juda ham omadli yil bo'ldi. U unutilmas lahzalarga juda ham boy bo'ldi. Shu bilan birgalikda meni yaqinda bo'lib o'tgan yakkaxon konsertim ham juda ham omadli va yaxshi o'tdi. Undan tashqari Washington DC'da bo'lib o'tgan mustaqilligimizning 34 yilligiga bag'ishlangan katta konsertda men O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar, O'zbekiston xalq artistlari bilan bir sahnada turib ijro etarkanman. Meni ko'ksim juda ham g'ururga to'ldi. Xuddi mana shunday 2025-yildagidek 2026 ham barchamiz uchun omadli kelishini tilab qolaman. Har bir sohada O'zbekiston eng yuksak marralarga erishishini tilakdoshiman. Barchangizni yana bir bor kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Bu o'zbek yoshlarining dunyodagi yutuqlari, bilimi va orzularini ko'rib, vatanimizning kuchini his qilamiz. Dunyoning eng nufuzli universitetlarida bilim olayotgan yoshlarimiz ilm, iroda va sadoqat timsoli. Azizbek Zaylobiddinov va Dilafruz Sobirova kabi iqtidorli yoshlardan tortib, El-yurt umidi stipendiyatlarigacha har biri yurtimizning ertangi kuchi, drayveri. Yangi yilda esa har bir o'zbek yoshining hayotida yangi muvaffaqiyatlar, yangiliklar bo'lishini tilab qolamiz. O'zbekiston vaqti bilan dasturda davom etadi. Bilamizki, Chimyon xalqaro umummavsumiy kurorti qurilish ishlari O'zbekistonning turizm sohasini rivojlantirishga qaratilgan yirik loyihalardan biri. Va bu borada suhbatlashish uchun Beldarsoy, Chimyon va Naday hududlaridagi qurilish ishlariga va ularni foydalanishga topshirish ishlariga mas'ul bo'lgan ofis bo'lim boshlig'i Jahongir Samadov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yangi yil sizlarga muborak bo'lsin. Rahmat, birga bo'lsin. Bugungi kunda Chimyon hududidagi qurilish ishlari va ularni foydalanishga topshirish ishlari qaysi darajada va bosqichda? Bugungi kunda Chimyon loyihasini amalga oshirish bilan bir qator muammolarni yechimiga erishamiz. Bu zamonaviy turistik infratuzilma, xavfsiz va turli ko'ngilochar attraksionlar, bundan tashqari O'zbekistonda chang'ichilarni kulturasini barpo etish va rivojlantirish, davom ettirish. Bugungi kunda loyiha 1278 gektar maydonida amalga oshirilmoqda. Hozirgacha qariyb 60% loyihaning qiymati o'zlashtirilgan bo'lib, loyiha doirasida 3300 balandlikgacha bo'lgan osmodor yo'li qurilish rejalashtirilgan. Shu bilan birga yakunida O'rta Osiyodagi osmodor yo'llarining eng baland nuqtasi hisoblanadi.
Qolaversa, loyiha doirasida Markaziy Osiyodagi eng uzun zipline qurilishi ham rejalashtirilmoqda. Chang'ichilar uchun 19 ta 20 kilometrdan ortiq bo'lgan chang'i trassalari barpo etiladi. Turli darajadagi yangi o'rganuvchilar uchun travelatorlar ataylab o'rganib, bizning loyiha doiramizda chang'ichilar uchun chang'i maktabini ochish rejalashtirilgan. Turli ko'ngilochar attraksionlar, rels chanasi, sarguzashtlar minorasi bo'ladi, zipline, tubing, hamma elementlar. Asosiy maqsad bu loyiha umummavsumiy bo'lishi, yozda ham va qishda ham hamma dam oluvchilar uchun imkoniyat yaratib berish. Bundan tashqari, loyiha doirasida mahalliy investorlar ham juda faol qatnashmoqda. Ko'rib turganingizdek, loyiha hududida apart otellar qurilgan va qurilish davom etmoqda. Hozirgi kunda loyiha hududi 1000 dan 1,5 minggacha bo'lgan dam oluvchilarni qamrab olishga imkoniyati bor. Kelajakda 6000 dan 10 minggacha ko'tarilish rejalashtirilgan. Jahongir aka, hozir ham ko'ryapmiz, bu yerda haqiqatan ham qurilishlar davom etyapti. O'zi qachon foydalanishga topshirmoqchisizlar? Reja bo'yicha 2026-yilni yangi qishki sezoni boshlanishida, qishki mavsum boshlanishiga butunlay kurortni topshirish rejalashtirilgan. Bir kunning o'zida 15 ming dam oluvchini bir paytida qamrab olishga imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi baribir oilaviy tashrif buyuraman deuvchi insonlar juda ham ko'p bo'ladi. Farzandlarimni o'ynatib kelaman deuvchilar ham bo'ladi va ularning xayoliga birinchi keluvchi savol bu xavfsizlik choralari qanchalar inobatga olingan? Xavfsizlik darajasi juda yuqori qo'yilgan loyiha doirasida qor ko'chkisini himoya qilish tizimlari ham barpo etilgan. Bu zamonaviy portlovchi moddalar ishtirokisiz. Esingizda bo'lsa, oldinlari pushkadan ishlatilardi. Hozir bu narsani oldini olib, bizlar yangi zamonaviy texnologiyalarni qo'llab, kuzatuv asosida tegishli darajada qor ko'tarilgandan keyin boshqaruv asosida o'sha qorni tushiramiz. Bundan tashqari barcha chang'i trassalarida tegishli xavfsizlik qurilmalari o'rnatilgan bo'ladi. Butun kurort hududida kamera kuzatuvlari joriy etilgan bo'ladi va juda zo'r narsa, kechki payt kechki yoritish tizimi ham joriy etiladi. Bu narsa kechki payt qorong'i tushgan paytda xavfsizlikni ushlashga qo'shimcha xizmat qiladi. Jahongir aka, hozir so'zlaringizdan ham bilib olyapmiz, zamonaviy texnologiyalarni joriy etishda, xavfsizlik tizimlarini joriy etishda albatta xorijiy kompaniyalar mutaxassislari bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan bo'lsa kerak. Xuddi shunday. Bo'lsa aytib o'tsangiz, qaysi xorijiy kompaniya mutaxassislari bilan hamkorlikda ishlayapsizlar, qaysi texnologiyalarni joriy etyapsizlar? Loyihamiz doirasida fransuz kompaniyalari bilan juda keng aloqa yo'lga qo'yilgan bo'lib, fransuz konsorsium kompaniyalari va MND France kompaniyasi to'g'ridan-to'g'ri hamkorlikda ishlab kelmoqdamiz. MND France kompaniyasi loyiha doirasida bosh pudratchi bo'lib ishlamoqda. Kurortni o'zi bo'yicha 451 ta yangi ish joyi ochiladi va apart otellarni qo'shganda undan ham son oshib ketadi. Jahongir aka, umid qilamizki, barcha yurtdoshlarimizni, xorijiy sayyohlarni qabul qiladigan go'zal maskanga aylanadi. Qarang, bugun dam olish kuni ko'plab yurtdoshlarimiz yangi yilni o'ziga xos kayfiyatda o'tkazish uchun va maroqli hordiq olish uchun ko'chalarga, dam olish maskanlariga chiqishgan. To'g'ri aytasiz-ku, lekin shunday xodimlarimiz borki, ular nafaqat dam olish kunlari, bayramni bayram demay, damni dam demay o'z ish faoliyatlarini davom ettirishadi. Buning mas'uliyatli va mashaqqatli tomonlarini tushunish qiyin emas, ammo bu kasbga nisbatan mehr-muhabbat va albatta fidoyilikni talab etadi. Va mana shunday kasb egalarini biz alohida e'tirof etishimiz kerak. Hozirgi lavhamizda esa bu borada batafsil so'z boradi. Tomosha qilamiz. Yangi yil mo'jizaviy bayram, umrimizning yana bir yangi sahifasi ochilayotgandek. Ayni damda ko'pchiligimiz oila davrasida bayram dasturxoni atrofida yangi 2026-yilni kutib olyapmiz. Ammo shu onda bayramda xizmat postida qarshi olayotgan fidoyi zamondoshlarimiz bor. Ular shifokorlar, yong'in xavfsizligi xodimlari va yo'l patrul xizmati vakillari. Tun yarim bo'lishiga qaramasdan inson hayoti, salomatligi va xavfsizligi uchun navbatda turgan kasb egalari.
Shahar aholisidan tushgan hamma chaqiriqlar ko'l markaziga kelib tushadi. Ko'l markazida avtomatlashtirilgan tizim orqali chaqiriqlar qabul qilinib, ushbu chaqiriqlar o'sha manzilga yaqin bo'lgan bo'shagan brigadaga uzatiladi. Hozirgi kunda 3800 ta chaqiriqlar kelib tushmoqda. 2025-yilda Toshkent shahar tez tibbiyot filialida ham juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni mana avtomatlashtirilgan tizim, tibbiy maslahat guruhi yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari vrach-psixologimiz ish olib boryaptilar. Bundan tashqari Yandex programmasi yo'lga qo'yildi. Bu nima degani? Men qisqacha ma'lumot berib o'taman. 103 raqamini terib maslahat so'ragan mahalda xalqimizga birinchi yordam maslahatlari oliy toifali shifokorlar tomonidan beriladi. Bundan tashqari mana dori vositalarimizni ko'payganligi, markaz filial xodimlari 100% hammasi shay holatda shahar aholisiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Hozirgi kunda 235 ta brigada kecha-yu kunduz shahar aholisiga xizmat ko'rsatyapti. Chaqiriq qabul qiluvchi hamshira, dispetcherlarimizni oladigan bo'lsak, har yili 31-chislo kuni farzandlarini, oilasini uyda qoldirib, biza bilan birgalikda mana shu xalqqa birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatib, o'zlari yengilni kutib olamiz. Ayrim holatlarda soat millari 12 bo'layotgan mahalda ham chaqiriqlar kelib tushadi. O'sha mahallarda ham tez tibbiy yordam ko'chma brigada shifokorlarimiz ko'chada yangi yilni o'sha insonlarni uyida yangi yilni kutib oladigan vaqtlar ham bo'ladi. Bugun biz yangi yilni qutlar ekanmiz. Aynan shu fidoyilar tufayli xotirjammiz. Yangi yil bayrami bu oilaviy bayram hisoblanib, hamma xalqimiz oila davrasida kutish oladi. Biz qutqaruvchilarga yangi yil bayrami oddiy kun. Bayram paytida, bayram nishonlayotganda pirotexnika vositalaridan foydalanish qat'iyan taqiqlanadi. 2025-yilda biz ko'proq yong'inni oldini olish profilaktikasi bilan shug'ullandik. O'quv yurtlari, maktablarda yong'in paytida to'g'ri harakatlanish, zilzila paytida o'zini qanaqa himoya qilish, zilziladan keyin qanaqa qilib o'zini to'g'ri harakatlanish bo'yicha o'quv mashqlari ko'p o'tkazdik. Fuqarolarga tushuntirdik, targ'ibot ishlari olib bordik. Xonadon bo'y yurib, xonadonlarga yong'in xavfsizligi to'g'risida, zilzila to'g'risida yo'riqnomalar o'tdik. 2026-yil bilan barcha yurtdoshlarimizni tabriklayman. Biz sizlar uchun har doim jangovar va shay holatdamiz. Sizlar esa oila a'zolaringiz bilan xotirjamlikda, quvonch bilan kutib olishingizni tilaymiz. Yangi yilingiz bilan tabriklayman. Ularning mehnati bayramning ko'rinmas, ammo eng muhim qismi. Bayram tantanalarini ko'ngildagidek o'tkazish maqsadida Ichki ishlar vazirligi tomonidan qo'shimcha maxsus guruhlar tuzilgan. Qo'riqlash xizmati tomonidan aholi to'planadigan joylarda, jamoat joylarida, bayram tantanalari o'tkaziladigan joylarda kuchaytirilgan tartibda xizmat tashkil etilgan. Mana bugun bayram, lekin biz tunu-kun xizmatdamiz. Bundan maqsad aholini bayramni osoyishta va ko'ngildek o'tkazishini ta'minlash. Shu munosabat bilan xizmatda bo'lgan barcha vatandoshlarimizni yangi 2026-yil bilan samimiy tabriklaymiz. Tomosha qilayotganingiz O'zbekiston 24 informatsion telekanalidagi O'zbekiston vaqti bilan dasturi va biz sizlarga ko'tarinki kayfiyat tilagan holda dasturimizni Chimyondan davom ettiramiz. 2025-yil yurtimiz uchun juda muvaffaqiyatlarga boy yil bo'ldi. Ayniqsa, yurtimizga oid muvaffaqiyatlar jahon darajasida e'tirof etilishi va tan olinishi shu yurt farzandi sifatida barchamiz uchun faxrli bo'ldi. Va yana bir jihatni alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bularning barchasi davlatimiz tomonidan mamlakat taraqqiyoti va xalqimizning farovon hayoti uchun qaratilayotgan e'tibor natijasidir. Bizda hozir shu mavzuga oid lavha bor, e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat. For the first time in Uzbekistan. We're very glad of UNESCO to be here in Samarkand. General conference in Samarkand. Beautiful country that maybe they didn't know before, which is called Uzbekistan. 2025-yil mamlakatimiz dunyo xaritasida nafaqat geografik, balki siyosiy, madaniy, sport va texnologik markaz sifatida yanada yorqin namoyon bo'ldi. Bu yil global minbarlarda O'zbekiston nomi yangragan, sport maydonlarida bayrog'imiz baland ko'tarilgan. O'zbekistonning oltin yosh avlodi rekord natijalarni qo'lga kiritgan yil bo'ldi. Bugun biz ana shu unutilmas lahzalarni 2025-yilning eng shov-shuvli, eng muhim va eng tarixiy voqealarni birgalikda eslaymiz.
2025-yilning eng shov-shuvli va muhim voqeliklardan biri hisoblangan UNESCOning 43-bosh konferensiyasi aynan Boqiy shaharda o'tkazildi. Mana shu yerda noyabr oylarining boshida 180 dan ortiq mamlakatdan 4,5 mingdan ziyod delegatlar, xalqaro tashkilot vakillari, olimlar, ekspertlar bir joyga jam bo'lib, muhim qarorlarni qabul qilishdi. Keling, UNESCOning bosh konferensiyasiga ortga nazar tashlab, atmosferani qaytadan his qilamiz. E'tiborli jihati UNESCOning 43-bosh sessiyasida 70 ga yaqin yuqori martabali mehmonlar, jumladan Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić va Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini faxriy mehmon sifatida ishtirok etdi. Qolaversa, UNESCOning Parij va boshqa bo'linmalaridan 400 ga yaqin xodim tashrif buyurdi. Tadbirni yoritish uchun 500 dan ortiq mahalliy va xorijiy jurnalistlar ish olib bordi. Qiziqarli yana bir jihat, UNESCOning Parijdagi bosh konferensiyasi 43-sessiyasida olimlar yangi ma'lumotlarni taqdim etdilar. Unga ko'ra, Samarqand tarixi kamida 3000 yilni tashkil etadi. Qaror xalqaro xronologik tadqiqotlarga asoslangan bo'lib, avvalgi 2750 yillik bahoni qayta ko'rib chiqdi. Shunday qilib, dunyoning eng ko'hna shaharlaridan biri Samarqand ilmiy tasdiqlangan yangi yoshga ega bo'ldi. Mazkur nufuzli anjumanni yoritishda bizning jamoa ham faol ishtirok etdi. Intervyular davomida suhbatlashgan xorijliklarning 70-80% ilk bor O'zbekistonga kelganini bildirdi. Demak, ushbu voqelik faqatgina muhim diplomatik kuch bo'lib qolmasdan, yangi O'zbekistonning yangi imiji, o'tmishi va bugunini namoyish etishda muhim o'rin egalladi. Yozning eng qaynoq pallasida yilning eng qaynoq unutilmas voqealigi sodir bo'ldi. O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z tarixida ilk bor futbol bo'yicha jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Bu yutuq nafaqat sportchilar, balki butun millat uzoq kutgan, ushalmagan orzu edi. Jamoamiz Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'yinda durang natija qayd etdi. Faqatgina natija tarixiy emas, balki jarayonni o'zi ham tomoshabinni o'rnidan turib tomosha qiladigan darajada hayajonli kechdi. Ushbu voqelik xalqimizning ko'p yillar davomidagi orzusini amalga oshirdi. 34 yil orzu qildik va bunga erishdik. Mehnat, shuncha sabr. Barchangizni tabriklaymiz. Butun O'zbekistonni. Mavzudan uzoqlashmaymiz. Sentyabr oyida poytaxtimizda jahon futbolining birinchi raqamli mehmoni, FIFA prezidenti Gianni Infantino tashrif buyurdi. Uning kelishi oddiy safar emas, balki O'zbekiston futboliga bo'lgan global qiziqish va e'tiborning yorqin ifodasi deyish mumkin. Toshkentda bo'lib o'tgan muhim uchrashuvlarda yangi tashabbuslar muhokama qilinib, futbol infratuzilmasi va kelajak loyihalari xususida istiqbolli hamkorlik yo'lga qo'yildi. Mazkur tashrif orqali FIFA bilan aloqalar yangi bosqichga ko'tarildi. Mintaqaviy tashabbuslar markazi sifatida O'zbekiston nomi yana bir bor tilga olindi. First of all, let me say how impressed I am to see this incredible infrastructure. I was here 2 years ago. Avvalo shuni aytmoqchimanki, men bu hayratlanarli infratuzilmani ko'rib rost qoyil qoldim. 2 yil muqaddam bu yerga kelgan edim. O'shanda biz qurilishning ilk tamal toshini qo'ygan edik. Menga o'sha payt rejalar, loyihalar, g'oyalar namoyish etilgan edi. Rostini aytsam, atigi 2 yil ichida bularning barchasi shunday ulkan haqiqatga aylanadi deb o'ylamagan edim. Men siz bilan faxrlanaman. O'zbekistonda shunday bir brilliant yaratildiki, u nafaqat bu yurt ichida, balki butun Markaziy Osiyo va butun dunyoda porlaydi. Bugun O'zbekiston kelajakdagi FIFA jahon chempionatlariga mezbonlik qilish uchun eng kuchli nomzodlardan biridir. Eng asosiysi, futbol yutuqlari O'zbekistonni dunyoga yangidan tanitmoqda. Millionlab insonlar ilk bor boy madaniyatli, buyuk orzular va ulkan maqsadlarga ega go'zal O'zbekiston atalmish yurt haqida bilib olmoqda. And also in the world who for the first time will learn to know a beautiful country that maybe they didn't know before, which is called Uzbekistan. 2025-yil O'zbekiston uchun avtotransport yilnomasida yangi davrni boshlab berdi. Markaziy Osiyo tarixida ilk bor FIA o'zining asosiy xalqaro tadbirlarini Toshkent shahrida o'tkazishni tanladi. Bir necha kun mobaynida poytaxtimiz FIA bosh assambleyasi hamda FIA Awards taqdirlash marosimlarining markaziga aylandi. Tadbirlarni dunyo bo'ylab 100 minglab tomoshabinlar jonli tarzda kuzatdi. Xalqaro telekanallar va raqamli platformalar orqali esa poytaxtimiz global axborot maydonida trendga aylandi.
2025-yil O'zbekiston uchun intellektual tarix bilan ham yodda qoldi. Hindistonning Goa shahrida bo'lib o'tgan Jahon Kubogi finalida 19 yoshli grossmeyster Javohir Sindarov g'alaba qozonib, dunyo shaxmat taxtining yangi yetakchisiga aylandi. Finalda u Xitoy vakili Wei ga qarshi qora donalarda ishonchli o'yin namoyish etdi va murosasiz duelda ustun keldi. Bu g'alaba unga nafaqat Jahon Kubogi sovrinini, balki 2026-yilgi nomzodlar turniriga rasmiy yo'llanmani ham olib keldi. Bu shaxmatdagi eng yuksak bosqichlardan biri. Sindarovning zafari O'zbekiston shaxmat maktabi kuchining yana bir isboti bo'ldi. 21 yil avval Rustam Qosimjonov boshlab bergan tarixiy an'ana bugun yangi avlod tomonidan munosib davom ettirildi. Bu tasodifiy yutuq emas, mehnat, matonat, tafakkur va qo'llab-quvvatluv g'alabasi. Davlatimiz rahbari Javohir Sindarovni shaxsan tabriklab, bu muvaffaqiyatni butun millat uchun faxr ekanini alohida e'tirof etganlari nafaqat Sindarov, balki barchamiz uchun ham tarixiy lahzalarga aylandi. Harakat qilaman bu yutuqlar bilan to'xtab qolmaslikka, sababi hurmatli prezidentimiz o'zlari aytdilarki, "Sen hali menga toj olib kelaman" deb va'da bergansiz-da. Endi albatta biz o'zbek shaxmatchilari astoydil bu narsaga erishishga harakat qilamiz va qo'limizdan kelgan barcha imkoniyatlarni qilamiz deb o'ylayman. Prezidentimiz biz yoshlarni har doim qo'llab-quvvatlab kelganlar, har bir yutug'imizni eslab, har doim xursand qilib kelganlar. Buning uchun chuqur minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Yilning so'nggi oyi O'zbekiston yoshlari paralimpiya tarixida yangi sahifa ochdi. 35 davlatdan 1500 sportchi orasida bizning yosh qahramonlarimiz jasorat va matonat bilan o'zlarini namoyish etishdi. Yurtimiz umumjamoa hisobida 99 ta oltin, 57 ta kumush medal bilan Osiyo chempioni bo'ldi. Ushbu rekord natija qancha takrorlasak ham, e'tirof etsak ham arziydigan voqelik. Bu yurtimiz sport infratuzilmasi qanchalik mukammallashayotganini jahon hamjamiyatiga ko'rsatib berdi. Prezidentimiz paratletlarimizni shaxsan tabriklab, bu yutuqni millatimiz uchun faxr va ilhom manbai deb e'tirof etdi. Mazkur zafar tinimsiz mehnat va O'zbekiston yoshlari salohiyatining yorqin namunasiga aylandi. Avgust oyi yangi O'zbekiston bog'i texnologik lokatsiyaga aylandi. Bir vaqtning o'zida 1946 nafar iste'dodli yosh muhandis kichik robotlarni yig'ib, Guinness rekordini yangiladi. Bu tarixiy voqea Engineering Mission nomli loyihaning yorqin lahzasi bo'lib, unda ishtirok etgan talabalarning har biri o'z robotini 15-25 daqiqa ichida to'liq yig'di. Funksional holatini sinovdan o'tkazdi va ularni harakatga keltirdi. Guinness mezonlariga muvofiq ravishda har bir ishlanma paxta yoki qog'ozni ko'tara olish orqali tekshirildi. Bu rekord oldingi natijani Hindistonda 2023-yilda o'rnatilgan 1459 kishilik rekordni shubhasiz ortda qoldirdi. Mazkur voqelik xalq ta'limi, jamoaviy hamjihatlik va muhandislik salohiyatini dunyoga ko'rsatdi. Yoshlarga texnologiya olamida yangi marralarni zabt etish uchun ilhom baxsh etdi. Bunyodkor stadionida AQShning mega yulduzi Jennifer Lopes Osiyodagi eng katta shousini O'zbekistonda o'tkazdi. Har bir kuy, har bir harakat minglab muxlislarning qalbiga jonli kirib bordi. Mazkur shou nafaqat musiqa, balki O'zbekiston mehmondo'stligi va xalqaro sahnadagi nufuzining ramziga aylandi desak ham bo'ladi. Sababi konsertga tashrif buyuruvchilarning yarmidan ko'pi xorijlik mehmonlar bo'lib, ular JLO dasturi davomida mamlakatimiz bo'ylab sayohat qilishga ham ulgurishdi. JLO va uning jamoasi O'zbekiston haqidagi taassurotlarni esa ijtimoiy tarmoqlarga muhrlab, millionlab muxlislar bilan bo'lishdi. Bu faqat konsert emas, bu yurtimizning madaniy diplomatiyasi va dunyo sahnasidagi porloq imijiga ham aylandi. Yuqoridagi va navbatdagi misoldan ko'rish mumkinki, 2025-yil O'zbekistonni jahon san'at markaziga aylantirdi. Samarqandning Registon maydoni ilk bor italiyalik afsonaviy tenor Andrea Bocelli'ni kutib oldi. Ochiq osmon ostida millionlab tomoshabinlar uchun klassik kompozitsiyalar jonli ijro etildi. Tadbirda 3000 nafardan ortiq mehmon ishtirok etdi. Tomoshabinlar nafaqat Bocelli'ning ijrosidan, balki Registonning tarixiy atmosferasidan ham bahramand bo'lishdi. Incontrare un pubblico nuovo è sempre una grande emozione perché è un'esperienza nuova. Yangi tomoshabinlar bilan uchrashish hamisha katta hayajon, chunki bu yangi tajriba. Har bir auditoriyaning o'ziga xos xarakteri, turlicha reaksiyalari bo'ladi. Shu bois ilk bor ko'rishib turgan tomoshabinlar bilan yuzma-yuz kelish doim yangicha hissiyotlarni baxsh etadi. Samarqand jahon turizmi, san'ati va musiqasi uchun jozibali manzil. Va menimcha, O'zbekiston o'z madaniyatini boshqa madaniyatlar bilan aloqada namoyon etish orqali dunyoga ochilish sari muhim bir sayohatni boshladi va bu o'z ortidan faqat ijobiy
ijobiy natijalarni olib keladi. Alle altre culture con tutto ciò che ne consegue, che è sempre molto positivo. Islom sivilizatsiya markazi dunyo diqqatini tortishga ulgurdi. Bu yerda xalqaro madaniyat va din olamining eng yirik vakillari, turli davlatlarning prezidentlari, yuqori martabali mehmonlar va nufuzli diplomatlar tashrif buyurib, muhtasham majmua va undagi nodir merosdan bahramand bo'ldi. Markaz nafaqat tarix va bilim, balki inson qalbini ilhomlantiradigan, ruhiyatni ko'taradigan maskan sifatida shakllanyapti. Katta zallar va interaktiv ko'rgazmalar tashrif buyuruvchilar hayrati va hurmatiga sazovor bo'lmoqda. Mazkur ro'yxatni hali uzoq davom ettirishimiz mumkin. Biroq afsuski, vaqtning lavhamiz kabi o'z chegarasi bor. 2025-yil bizga yangi O'zbekiston nafaqat bugun, balki kelajakda ham dunyo nigohida yorqin porlashga ishora bo'ldi. Amalga oshirilayotgan ishlar samarasini ko'rsatadigan yil bo'ldi. Biroq erishilgan natijalar chegara emas. Oldinda bundan-da katta marralar turibdi. Yangi yil barchamizga muvaffaqiyat va omad olib kelsin. Yutuqlarimiz esa bardavom bo'lsin. Havo harorati biroz pastroq bo'lsa-da, bizda qaynoq harorat va hozir biz Bo'stonliq tumanidagi Amirsoy zamonaviy tog' chang'isi kurortiga yetib keldik. Bu yerda esa kayfiyat, yurtdoshlarimizning kayfiyati a'lo darajada. Haqiqiy yangi 2026-yilga mos tarzda. Biz umuman sovuqni his qilmayapmiz, chunki kayfiyatimiz zo'r. Ayniqsa bolajonlarimizning quvonchi, asli bayram ularniki qilib, to'g'rimi? Haqiqatan ham. Xullas umumiy qaraydigan bo'lsak, bu yerga tashrif buyurgan 7 yoshdan 70 yoshgacha hammaning kayfiyati zo'r. Chunki manzara, tabiatning o'zi ko'ngilga go'yoki issiqlik beryapti. Shunday, yoshini maxsus. Keling, hozir birgalikda unda yurtdoshlarimiz bilan suhbatlashsak va ularning kayfiyatini ham bilib olsak. O'zlaridan so'rab olamiz. Albatta, marhamat. 2025-yil bizga baxt, omad olib keldi. Farzandli bo'ldik, mana tog'larga chiqish nasib qildi. Zo'r, a'lo darajada kayfiyatimiz. Yangi yil bayrami bilan tabriklaymiz. Mana yurtimizda yaratilgan shunday sharoitlarda hammamiz, butun xalqimiz bahramand bo'lishiga tilakdoshman. Bunday hayotda hammamiz shukronalik bilan yashashimiz kerak albatta. Yurtimiz tinch, xalqimizni baxtini bersin. Har birimizning yuzimizda doimo tabassum bo'lsin. 2026-yil bilan tabriklayman. Hammaga umr, uzoqlik tilayman, yaxshi niyatlar. Mana bular 50 kishi Samarqanddan keldik. Yangi yilga hammaga baxt, omad, ichki xotirjamlik, hammani oilasi sihat, salomat, sog' salomat yurishsin. 2025-yil ham juda bir ajoyib yil bo'ldi. Mana butun mamlakatimiz bo'ylab bir katta yutuqlar, o'zgarishlar bo'ldi. 26-yil ham undan-da yana vatanimiz yanada yuksalaversin, doim gullab yashnaversin. Yurtimizga hammasi yaxshi, tinch, prezidentimizga rahmat. 2026-yil hammaga baxtli, omadli yil bo'lib kelsin. Tabriklayman hammani. Azizlar, biz hozir Toshkent shahridan 65 kilometr uzoqlikda bo'lgan eng katta Amirsoy tog' chang'i kurortidamiz va endi bizni suhbatdoshimiz ushbu manzil, ushbu maskan rahbari Rustamjon Raimjonov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rustamjon aka, xush kelibsizlar. Rahmat. Xushvaqt bo'ling. Hozirgi biz joylashgan joyimiz dengiz sathidan 1680 metr yuqorilikda turibmiz. Bu juda ham hozirgi kunda O'zbekistonimizni, yangi O'zbekistonimizni eng go'zal maskanlardan biri bo'lib turibdi. Endi Rustam aka bilan hozirgi amalga oshiriladigan suhbatimiz juda sizni ham qiziqtirib qo'ysa kerak. Faqatgina bitta nuqtadan turib biz suhbatni amalga oshirmaymiz. Menimcha, mana shu kanatga chiqib olsak bo'ladi. Shu yerdan turib. Qani? Marhamat. Biz turgan nuqta haqiqatan ham ko'zni quvnatadigan holatda Amirsoy tog' maskani. Bu yerda juda ham ko'p aytishimiz kerakki, xorijlik sayyohlarni ko'ryapmiz, yurtdoshlarimizni ko'ryapmiz, mazza qilib dam olishyapti va bu aytishimiz kerakki, Rustamjon aka so'nggi yillarda yurtimizda barcha sohalar singari aynan turizm sohasiga qaratilgan e'tibor natijasi desak ham bo'ladi, menimcha, to'g'rimi? Xuddi shunday. Avval bunday tog' chang'i kurorti O'zbekistonda bo'lmagan. Bu eng zamonaviy uskunalar yordamida, eng zamonaviy mutaxassislar yordamida qurilgan. Bu korxonamizga bizni investorlarimiz tomonidan 150 million dollardan ortiq investitsiya kiritilgan. Bu narsani
muhtaram prezidentimizni turizmni rivojlantirish bo'yicha olib borayotgan siyosatlari natijasida bu shunday bir kurortlarni qurishga erishilyapti. Chunki oldin buncha investitsiyani kiritib, bunday chiroyli kurortlarni barpo etish hech kim xayoliga kelmagan. Shunday. Rustamjon aka, bizni eshitishimizga qaraganda bu hududni qurish jarayonlariga ko'plab xorijiy kompaniya mutaxassislari ham ishtirok etishgan ekan-a? Xuddi shunday. Misol uchun hozir ko'rib turgan biz ketayotgan dor yo'limizni Avstriyaning Doppelmayr kompaniyasining mahsuloti bo'ladi. Bu dunyoda eng yuqorida turuvchi korxonalardan biri hisoblanadi. Bu juda ham xavfsiz, tezligini kamaytirish mumkin, ko'paytirish mumkin, juda ham ko'p qulayliklari bor. Hozirgi kunda mana shu bizda hozir 3 ta dor yo'limiz bor, kanat dor yo'limiz bor. Pastki qismimizda usti ochiq kanat dor yo'limiz, bu 900 metr atrofida. Bu hozir biz ko'tarilayotgan 2290 metr dengiz sathidan tepaga ko'tarilyapmiz. Buning uzunligi 2350 metr. 2350 metr hozir mana shu tepaga ketyapmiz. 2290 metr balandlikka. Umumiy statistika o'tgan yili 2024-yilda 700 mingdan ortiq sayyoh keldi bizga. Va shundan 20% dan ortig'i xorijlik sayyohlar. 80% bizni mahalliy sayyohlarimiz. Bizda hozirgi olib borayotgan siyosat nafaqat ichki turizmmi, balki tashqi turizmmi, tashqaridan turistlarni jalb qilish jarayoni ketyapti. Avvallari misol uchun birinchi ochilganimizga mana 6 yil bo'lgan bo'lsa, unda 2%, 3% turist kelardi xolos. Hozir Amerikadan kelyapti. Yevropani, Shvetsariyadan kelyapti, Germaniyadan kelyapti, Koreyadan juda ko'p mehmonlarimiz bor. Xitoy davlatlaridan keladi va albatta qo'shni davlatlarimizdan ham kelishadi. Markaziy Osiyodan. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan ham juda ko'p sayyohlarimiz bor. Bu albatta har birimizni xursand qiladi haqiqatan ham. Yaxshi tomoni Rustamjon aka, bu maskanlarda qishda ham, yozda ham sayyohlar bo'ladi. Chunki tog' hududlari bilamizki, yozda salqin bo'ladi, qishda mana bunday tog' chang'isi bilan shug'ullanishsa bo'ladi va eng asosiysi, eng kerakli jihatlardan biri, buni albatta davlatimiz rahbari ham har bitta so'zlarda aytib o'tadilar, yurtdoshlarimizni ish bilan ta'minlash masalasi ham turadi. Bunday dam olish maskanlari qurilgandan keyin, yaratilgandan keyin ish bilan ta'minlash masalasi ham asosiy o'rinlarga chiqib qolsa kerak. Qancha yurtdoshlarimizni ish bilan ta'minlagansiz masalan? Agar biz o'rtacha hozir qish sezonidan tashqarini oladigan bo'lsak 500 ta, qish sezonida 700 tadan o'tadi. Chunki 700 tadan 1000 tagacha ham boradi. Chunki bizning atrofimizda restoranlar bor, magazinlar, do'konlar bor, ko'ngilochar joylarimiz bor. Bu Amirsoy qurilishidan oldin bu atrofda, bu lokatsiyada hech qanday obyektlar bo'lmagan. Bu obyekt qurilgandan keyin yonimizda, biz atrofimizda ko'plab restoranlar, gostinitsalar qurilishi boshladi. Bu ham o'z-o'zidan meni hisobim bo'yicha 5000 tadan ortiq ishchi o'rinlar yaratildi mana shu qo'shimcha yana 5000 ta. Zo'r natija. Buni orqasidan qancha oilalar bor, uning ichida farzandlari bor, boshqasi bor. Juda ham ko'p mana shu yerda turgan aholini nimasiga naf etyapti. Bizni 90% ishchilarimiz mahalliy ishchilar. Mahalliy ishchilar. Biz bu korxonani ishga tushirayotganimizda albatta siz aytib o'tdingiz, xorijlik mutaxassislarni jalb qilgandik. Bizda shu dor yo'lini ham ishga tushirishga ko'rsatib, o'quv mashg'ulotlarini ular o'tkazishgan. Mana bu tomonda mana tog' chang'ini trassalarini ko'rsak bo'ladi. Bugundan biz уже tepa qismda
uchishga ruxsat berdik. Qor ko'proq yoqqandan keyin qor hozir 1 metrdan ko'proq qor yog'di. Bu trassalarni ham hozir bizda 11 tadan ortiq trassamiz bor. 15 kilometrdan ko'proq bu trassalarning umumiy uzunligi va har xil turdagi qiyinchilikka qarab trassalar bo'linadi. yil O'zbekistonliklar uchun juda ham omadli keldi deyishga ko'plab asoslarimiz mavjud. Ayniqsa, iqtisodiyotning asosiy driver sohalaridan biri bo'lgan turizm sohasidagi hatto rekord darajadagi natijalarga erishildi. Tahlillarga murojaat qiladigan bo'lsak, ya'ni fakt bilan gapiradigan bo'lsak, O'zbekistonga 2025-yilning yanvar oyidan toki noyabr oyigacha bo'lgan vaqt oralig'ida har oyda 1 million nafardan ziyod sayyoh tashrif buyurgan. Bu esa bir sutkada O'zbekistonga 33 mingdan ziyod xorijiy sayyohlar kelganini anglatadi. Eng muhimi, sayyohlarning kelayotgan mamlakatlarining geografiyasi ham kengayib bormoqda. Hattoki Arabiston yarim oroli deysizmi, qolaversa Osiyo mamlakatlari deysizmi, Yevropa mamlakatlari deysizmi, aynan sayohat istagan insonlar bugun O'zbekistonni asosiy lokatsiya sifatida tanlamoqda. Shunday salmoqli natijalarga erishishda esa Amirsoy tog' chanqi kurortining ham o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. U O'zbekistonning eng zamonaviy va tezkor rivojlanayotgan turistik maskanlaridan biri hisoblanadi. Bu yerda yil davomida taqdim etiladigan xizmatlar sifatli infratuzilma va yuqori darajadagi xavfsizlik standartlari bilan ajralib turadi. Eng muhimi, mazkur dam olish zonasiga kelgan inson nafaqat tabiatning maftunkor jozibasidan bahramand bo'lishi, balki uni qush parvozi balandligidan tomosha qilishi ham mumkin. Va mana bunday vertolyotlar bugun mijozlar va tashrif buyuruvchilar ixtiyorida. Biz ham mana shu zavqni tuyib ko'rish maqsadida vertolyotda sayr qilamiz. Amirsoy Toshkent va Toshkent Amirsoy yo'nalishidagi vertolyotlar parvozining bir kishi uchun xizmat narxi 1,5 million so'mni tashkil qiladi. Bu nafaqat turistlar uchun tezkor va xavfsiz sayohat imkonini yaratadi, balki yo'ldagi vaqtni ham keskin tejaydi. Shu bilan birga sayyohlar uchun 15 daqiqa davom etadigan tog'lar uzra ekskursion parvoz ham xuddi shu narxda taklif etilmoqda. Bunday xizmat Amirsoyga kelgan mehmonlarga tog' manzaralarini yuqoridan tomosha qilish, yangi taassurotlar va o'chmas xotiralar hadya etadi. Toshkent Amirsoy Toshkent Amirsoy tog' chang'i markazida vertolyot parvozlari tashkil qilindi. Ko'pchilik orzu qilardi shunaqa uchishlarda. Mana bemalol tashrif buyurib uchishlaringiz mumkin. 15 minutlik polyotimiz Amirsoyning ustida va Chimyon taraflarida amalga oshiriladi. Balandligimiz 10,000 fut balandlikgacha uchiladi. Hamma qiziqadi bu yangi turizm yo'nalishi. Odamlar kayfiyatni ko'taradi, maza qilasiz. Bu vertolyotlar O'zbekiston helikopter aviakompaniyasi tomonidan Fransiyaning Airbus vertolyot zavodidan xarid qilingan. Biz do'stlarim bilan Janubiy Afrikadan keldik. Ochig'i juda ko'p sayohat qilaman, lekin shu paytgacha yurtingizga kelmaganimga hozir o'zimni koyib o'tiribman. Qaysi shaharga bormaylik, o'zimizni xuddi uydagidek, hatto undan ham yaxshiroq his etyapmiz. Amirsoy esa fantastik darajada go'zal maskan ekan. Har taraf oppoq qorga burkangan, ammo izg'irin sovuq yo'q. Tabiatning o'zi mehmonni kutgandek. Men bu yerda vertolyotda sayohat qilishimni umuman tasavvur ham qilmagan edim. Oppoq tog'lar ustidan xuddi o'zim parvoz qilayotgandek uchib o'tdim. Ruhim yengillashdi va qalbim yanada ochildi. Biz tunab qoladigan mehmonxonani tark etgimiz kelmaydi. Qulaylik, servis va osoyishtalik ajoyib darajada. Ishoning, bunday sharoit va bunday hamyonbop narxni dunyoda boshqa hech qayerda uchratmaganman. Bu yerda yangi yilni xuddi ertaklardagidek qarshi olyapman. Qor bilan bezatilgan manzaralar o'zining sehri bilan meni bolalik xotiralariga olib ketdi. Yangi yil ruhi Amirsoyda boshqacha, yanada ko'tarinki va haqiqiy bayramona. Bu safarim men uchun faqat yalpi dam olish emas, balki esdan chiqmaydigan ruhiy yangilanishga aylandi.
Xulosa o'rnida aytish mumkinki, 2025-yilning 11 oyi turizm sohasida tub o'zgarishlar, jadal o'sish va yangi rekord davri sifatida tarixda qolmoqda. Millionlab turistlar, xizmatlar sohasidagi milliardlab daromad, minglab yangi ish o'rinlari, yuzlab infratuzilma obyektlari, bularning barchasi O'zbekistonning jahon turizm bozoridagi nufuzini yanada oshirmoqda. Raqamlar ortida katta mehnat, izchil siyosat va keng jamoatchilik ishtirokidagi islohotlar turadi. Erishilgan yutuqlar esa yangi marralar uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Hozir bir meni qiziqtirgan savol bor-da. Rustamjon aka, bu juda ham chiroyli tog' chang'i kurorti va mashhur sportchilar ham bu yerga kelib shug'ullanishadimi? Albatta, har yili biz yosh bolalar uchun, kattalar uchun biz maxsus o'sha sport turnirlarini o'tkazib kelamiz. Unda ishtirok etishadi, unda ishtirok etishadi sportchilar. Unga alohida sovrinlar bo'ladi. Bu juda ham tog' changisini uchuvchilari ichida juda ham bu mashhur. Kutib o'tirishadi. Qachon maxsus gruppalar bor. Shu maxsus gruppalar qachon Amrisoyda yetarlicha qor bo'lar ekan, qachon borar ekan. Kutishadi. Yaxshi. Juda yaxshi holat bu. Albatta har birimizni xursand qiladi o'sha mashhur sportchilar O'zbekistonga borishni xohlashi, O'zbekistonga borishni istaydigan, xohlaydigan chet elda insonlarning ko'paygani va bu yerga kelib dam olishayotgani har birimizni xursand qiladi. Va buning tag zamirida albatta Rustamjon aka shu borada sizni fikringizni bilmoqchi edim. Barcha sohalar singari turizmga ham alohida e'tibor qaratilayotgani yotadi va buni o'zingiz ham his qilayotgan bo'lsangiz kerak. Natijalar misolida, o'sha raqamlar misolida ham buni aytib o'tdingiz, yildan yilga bizni yurtimizga va Amrisoyga ham sayyohlar oqimi ko'payib borayotganini. Albatta, bu juda ham quvonarli raqamlar. 10 milliontadan o'tgan edi o'tgan yili. Tog' chang'i sportiga qiziquvchilar har yili 3 mingtadan ortiq qo'shilib keladi. Undan tashqari sayyohlarimiz 15-20% ga har yili oshyapti. Bu Amrisoy tog' chang'i kurorti nafaqat O'zbekistonda o'sha o'zini o'rnini Yevropada, dunyo bo'yicha o'zini mavqeini egallab kelmoqda. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bu faqatgina o'sha prezidentimizni to'g'ri olib borayotgan siyosatlari, ya'ni turizmni rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan siyosatni natijasi deb o'ylayman. Yana bitta quvonarli jihat bor. Bu yil Snow Magazine degan jurnal bor. Angliyaning juda ham mashhur jurnali. O'sha jurnalda ham Amrisoy e'tirof etildi. Bu top 20talikka kirdi Amrisoy. Dunyo bo'yicha. Shunga juda ham xursandmiz. Xursand bo'lamiz albatta bu natijalarni eshitganda. Va 2025-yilda ortda qolgan 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar haqida aytib o'tdingiz. 2026-yilda ham oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz bo'lsa kerak, shu haqda o'rtoqlashsangiz. Maqsadlarimiz albatta bor. Biz yangi gostinitsa quryapmiz, otel quryapmiz, mehmonxona. Bu 100 tadan ortiq xonasiga ega bo'ladi bu mehmonxona. Bu yana ham ko'proq kelayotgan turistlarni sonni oshirishga albatta xizmat qiladi va shu go'zal, chiroyli diyorimizga turistlarni yana ham ko'proq jalb qilishiga qanaqadir kichkinagina hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Atrofni qarang, naqadar go'zal. Bilasizmi, mana shunday qulay infratuzilma, katta inshootlar va umuman yurtimiz taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shayotgan jamiki o'zgarishlarning ortida avvalo inson mehnati bor. Shubhasiz bu borada alohida aytish kerak bo'lgan gaplar bor. Chunki bizning xalqimiz mirishkor, mehnatkash, yangilik yaratishni va ushbu yangilik orqali insonlarga yaxshilik qilishni yaxshi ko'radi. Eng e'tiborlisi bilasizmi nimada? Shaxsan davlatimiz rahbarining o'zi bu boradagi ishlarini nazoratga olgan. Yurtdoshlarimiz orasiga kirib ularning qiziqishlari, istaklari, takliflarini o'rganadi. Haqiqatan ham ularning orasida shaxsan davlatimiz rahbarining e'tirofiga sazovor bo'layotganlari ko'pchilikni tashkil etadi. Bu esa eng avvalo yangi O'zbekistonda inson qadri naqadar ulug' ekanligining yana bir isbotidir. Bizda esa hozir mavzuga oid eksklyuziv lavha bor. E'tiboringizga havola etamiz. Marhamat.
2025-yil millionlab yurtdoshlarimiz, xususan yoshlarimiz hayotida ulkan zafar va natijalar bilan yodda qolmoqda. Buning tub zamirida esa davlatimiz rahbari boshchiligidagi yangi O'zbekiston islohotlari mujassam deyish mumkin. Ayni lavhamiz qahramoni Fotima Saipova ham yaratilayotgan mazkur imkoniyatlardan foydalanib yil davomida yuksak tarixiy natijalarni ko'rsata oldi. U para velosport yo'nalishida o'tkazilgan Osiyo chempionatida oltin medalni qo'lga kiritdi. Shuningdek, 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan shaxsan davlatimiz rahbaridan kelajak bunyodkori medali hamda Chirchiq shahridagi yangi O'zbekiston massividan 2 xonali yangi xonadonni qabul qilib oldi. Bu yilgi yangi yilni Fotima Saipova o'zgacha kayfiyatda kutib olayotganini guvohi bo'ldik. Saipova Fotima Dilshod qizi velosport bo'yicha O'zbekiston Milliy Paralimpiya terma jamoasi a'zosi, xalqaro toifadagi sport ustasi, Osiyo chempioni. Mirzayev To'langan Toshkent viloyatidan. Assalomu alaykum hurmatli prezident. Mana hozir qizim mana oldimda turibdilar. Sport bilan shug'ullanadi, hamma sharoitlari bor ekan, faqat uylari yo'q ekan. Bugun o'zida qaror chiqarib, men resursimdan yangi uyni berib, o'zing borib topshirgin. Xo'p bo'ladi. Tug'ilgan kunidan boshlab duch kelgan xastalik qahramonimizning jismoniy imkoniyatlarini cheklagan bo'lsa-da, uning kuchli ruhiyati va matonatini sindira olmadi. Aksincha, Fotimaning mustahkam irodasi uni jahon chempionati shohsupalarigacha, davlat rahbari e'tirofigacha olib chiqdi. U uzoq yillar davomida erishgan mashaqqatli mehnatlari natijasida O'zbekiston Milliy para velosport terma jamoasi a'zosi bo'ldi. 2024-yilda Avstraliyada bo'lib o'tgan para velosport bo'yicha jahon kubogida Fotima Saipova O'zbekiston tarixida ilk bor bronza medalini qo'lga kiritdi. Bugun uning o'zi va yaqinlari bu yutuqlar va e'tiroflardan mamnun. Zero bu muvaffaqiyatlar uzoq yillik mashaqqat va sinovlarning samarasidir. Birinchi buni egzi deyishganda biz juda ham xursand bo'ldik. Bunaqa nogironligini menga aytishmagan. Velosipedda harakatlanish, tengdoshlari qatori yutuqlarga erishish va ota-onasining ko'zida faxr tuyg'usini ko'rish istagi Fotimani sportga yetakladi. Chirchiq shahrida mashg'ulot olib borayotgan paytimizda bizni sportchilarimizni ko'rib, o'zi qiziqish bildirib kelgan, men ham qatnashsam bo'ladimi deb, boshlanishda bu sportchimiz velosiped ucha olarmikin, ucha olmasmikin degan xayol bilan harakatni boshlaganmiz va mana o'rgatib, sportchimizga malakalarni oshirib, mana hozirda ancha yaxshi natijalarga olib keldik. Mashg'ulotlarimiz juda qiyin bo'ladi. Sportchimiz hozir kungacha yo'q, bu sport tanlabman, mening uchun qiyin degan narsani hali gapirmagan. Menga ota-onam faxrlanishni xohlaganim uchun ham orqaga chekmaganman, harakat qilganman. Mana shu natijaga erishganman. Bu kabi natijalar nafaqat Fotima Saipovaning orzularini ro'yobga chiqardi, balki u singari imkoniyati cheklangan minglab yoshlarning qalbida umid uyg'otib, ularni ertangi kunga ishonch bilan qarashga va harakat qilishga undadi. Bu yilgi yangi yilni Osiyo chempioni, Milliy Paralimpiyamiz terma jamoasi a'zosi Fotima Saipova davlatimiz rahbari tomonidan sovg'a qilingan yangi uyda qarshi oladi. Bugun davlatimizda har bir maqsad va reja, har bir islohot odamlar hayotini yaxshilashga, viloyatni dunyodagi eng go'zal va obod ilm-fan va innovatsiyalar, madaniyat va san'at yanada rivojlangan zaminga aylantirishga qaratilgan. Buni davlatimiz rahbar tashabbuslari bilan hududlarda amalga oshirilayotgan yirik loyihalarda yaqqol kuzatish mumkin. Oyimjon ona Otajonova 73 yoshdalar. 40 yillik yerni hadisini olgan inson. E'tiborli tomoni ayni mana shu fermer xo'jaligida yiliga 50 mingta ko'chatlar parvarishlanmoqda va mana shu ko'chatlar Tojikistondan Qozog'istongacha yetkazib beriladi. Ularning mehnatini Yashil makon loyihasi doirasidagi tadbirlarda ham faolligida kuzatishimiz mumkin va 2025-yil ham ular uchun ijobiy o'zgarishlarga boy bo'ldi. 2025-yil biz uchun juda ajoyib yil bo'ldi. Hamma sohada yangilik, yangi O'zbekiston. Asosiy ishchilarim bu oila tadbirkorligi
tarixi. Endi mavsumiy ishlaydi, ishchilarimdan ham 20-25 ishchim bor, ish bilan ben turibdi hozir. Bizni ishimizni ko'rgan shu mahalliy qarindoshimiz va qo'shnimiz va elat mahallamiz hozir kunda bizni izimizdan borib turib, albatta bizni rivojlanishimizga qarab, hozirgi kunda iqtisodiy o'sishimizga qarab turib, izdoshlarimiz juda ko'paydi. Mana shahidlarimning soni hozir 250-300 dan ziyod. Endi bizniki ham albatta bizda fermerda ham ko'chatchilik rivojlangan, gulchilik rivojlangan. Hozir kunda farzandlarim bilan shuni yetishtirib turibmiz. Xonqa tumanidagi Sobirjon Yusuf fermer xo'jaligida bir yilda 10 mingdan ortiq archa ko'chati, atirgul ko'chati 10 ming tani, mevali ko'chatlar 20 mingga yaqinni tashkil etmoqda. Oyimjon onaning so'zlariga ko'ra, bu yiliga 5 gektarlik maydondan 700 million so'mlik daromad degani, o'z navbatida bu yo'nalishdagi mehnat e'tiroflariga ham sazovor bo'lmoqda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan qishloq xo'jaligi xodimi farmonini ertaga topshiraman. Rahmat. Yurtboshimizni bizni fermerimizga kirishi bizning uchun katta bir sevinch bo'ldi. Buni men so'z bilan ifodalab bilmayman. O'zim ham shunday hayajonlanib qoldim. Prezidentimiz fermerimizga kelgan vaqtida shu hurmatli meni mehnatlarimni, kamtara mehnatimni hisobga olib turib, shuning o'zida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan qishloq xo'jalik xodimi degan unvon bilan taqdirladilar. Namunali fermer ordeni va mo'tabar ayol ordeni, demak men shu xizmatlarimni e'tibor olib turib, shunday taqdirlab turibdilar. Yana kelajakdagi maqsadimiz ko'chatchilikni, bunda ishlarimizni yanada rivojlantiramiz. Ko'chat ekib turib, ota-bobamizni kasb hisoblangan asosiy va turmush o'rtog'im bilan rivojlantirganmiz, kam bo'lmadi. Joylarda korxona tashkilotlar oldida gullar bilan bezatilgan ko'rinishlarni barcha faslda birdek uchratamiz. Ularni ko'rib, ko'zimiz quvnashi ham rost. Eng asosiysi, har qanday turdagi ko'chatga o'z vaqtida yaxshi parvarish ko'rsatilsa, yuqori daromad manbaiga aylanadi. O'zbekiston vaqti bilan dasturi davom etadi. 2025-yil mamlakatimiz uchun g'alabalar yili bo'ldi. Yoshlarimiz o'z iqtidorlarini dunyo arenalarida ko'rsata bilishdi va jahon hamda mintaqaviy olimpiadalarda ko'plab medallarni qo'lga kiritishdi. To'g'ri, shuningdek milliy terma jamoalarimiz yil davomida erishgan o'z natijalari bilan barchamizni quvontirdi. To'ppa-to'g'ri. Oltin medal bu hazilakam natija emas. Albatta. Keling hozir birgalikda hayajonli va tarixiy lahzalarni yodga olamiz. Marhamat. 2025-yilni sarhisob qilar ekanmiz. Yurtimiz yoshlarining ilm-fan, ta'lim va innovatsiya yo'lidagi yutuqlari tarix sahifalariga muhrlanganiga guvoh bo'lamiz. Bu yil tinimsiz izlanib, o'z ustida ishlagan o'g'il-qizlar uchun muvaffaqiyatlarga boy bo'ldi. Ayrimlar uchun esa bu yil katta xulosalar va muhim qarorlar yili bo'lib tarixda qoldi. Ayniqsa kimyo fanining sir asrorlarini chuqur o'rganishni maqsad qilgan Mirjahon uchun bu yil unutilmas bo'ldi. Men Muhammadov Mirjahon, Abu Ali ibn Sino nomidagi ixtisoslashgan maktabining bitiruvchisiman. Shu yili men o'zi 3 olimpiadada ishtirok etdim va ularning barchasida oltin medallarni qo'lga kiritdim. Birinchi bo'lib 59-chi xalqaro Mendeleyev kimyo olimpiadasida ishtirok etdim. U Braziliya davlatida bo'lib o'tdi va u yerda ilk oltin medalimni qo'lga kiritdim. Va undan keyin o'zimizning yurtimizda ikkinchi marotaba bo'layotgan Abu Rayhon Beruniy nomidagi olimpiadada oltin medalga sazovor bo'ldim va undan tashqari laboratoriya bosqichi bo'yicha mutlaq g'olibligini qo'lga kiritdim. Oldimizda katta olimpiada turdi, xalqaro kimyo olimpiadasi. U yerda qariyb 90 ta davlatdan 360 ga yaqin o'quvchi qatnashadi va u olimpiada qiyin olimpiadalardan hisoblanadi. To'g'risini aytsam, undan oldin juda ham hayajonlanayotgandim. Qanaqa ishtirok etaman, nima medal qo'lga kiritaman deb biroz o'yladim. Shunaqa bo'lib qoldiki, 30-iyun yoshlar kunida yurtboshimiz tomonidan Marta O'g'lon davlat mukofotiga sazovor bo'ldim va bu mukofotni qo'lga kiritganimda yurtboshimiz ta'kidladilar, harakat qilgin, to'xtamagan dedilar. U gaplardan keyin o'zimga bo'lgan ishonchim marotaba ortib ketdi va motivatsiyam ham ortdi. Undan oldin kumush medalni qo'lga kiritsam yaxshi gap deb turdim. Undan keyin yana yuqori maqsadlarni qo'ydim va oltin medalni albatta qo'lga kiritaman dedim. Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida yuqori saviyada tashkil etilgan 57-chi xalqaro kimyo olimpiadasida ishtirok etgan
O'zbekiston terma jamoasi ilk bor tarixiy natijani qayd etdi. 2 oltin, 2 kumush, jami 4 medal. Bu natija ilm yo'lida to'xtovsiz izlanish, sabr-toqat va mashaqqatli mehnat samarasi. Terma jamoamizga munosib hissa qo'shgan yoshlarimizdan biri Mirjahon o'zining 1 yillik mehnati evaziga davlatimiz rahbarining tegishli farmoniga binoan 1 milliard so'm pul mukofoti bilan taqdirlandi. 57-xalqaro kimyo olimpiadasi bo'lib o'tdi. Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida va terma jamoamiz bilan qatnashdik 4 nafar o'quvchi bilan va barchamizning ballimiz juda ham yaqin edi. Hayajonlanib o'tirdik. Chiqib qolmaylik, oltin olaylik deb. Keyin 2 nafar o'quvchi kumush medalda chiqib qoldi va men bilan Dalir oltin medalda chiqqanimizda juda ham xursand bo'lib ketdik. Butun zal hamma xursand bo'lib, turib, baqirib, qarshi chalgandi. Va undan keyin qarabsizki, shu bilan to'xtab qolmadi. Bizga ajratilgan maxsus pul mablag'lari ham bor ekan. Taqdirlash marosimida men 1 milliarddan oshiqroq bo'lgan pul mukofotiga sazovor bo'ldim va kichkinagina harakatimiz tufayli rahbarimiz juda ham yuksak baholab bizni shunday pul mukofotlari bilan taqdirladilar. Bu albatta bizni juda ham quvontiradi va ular bergan ishonch biz bilan har doim turadi. Yillar davomida mashaqqat bilan topiladigan natijaga yosh qahramonimiz ilm orqali qisqa fursatda erishdi. Oltin o'rta maktabda o'qigan, undan keyin Abu Ali ibn Sino ixtisoslashtirilgan maktabga tanlov asosida o'qishga kirdi. Tanlovda ham 2-o'rinda kirgan. 1-o'rinda kirolmadim deb xafa bo'lgan, chunki tayinlangan, bilimlari yaxshi bo'lgan, o'ziga ishonchi bo'lgan. Bu maktab haqiqatda yurtboshimiz tomonidan tashkil etilgan, ixtisoslashtirilgan maktabni shart-sharoiti juda ham yuqori. Endi men juda ham xursandman. Men o'ylaymanki, O'zbekistondagi eng baxtli onalardan, baxtli ayollardan biriman. Juda ham xursandmiz. Xursandchiligimizning cheki yo'q. Biz bu o'g'limiz bilan faxrlanamiz va kelgusida ilmiy kashfiyotlar qilib, vatanimiz ravnaqiga o'z hissasini qo'shadi degan umiddamiz. Hozirgi kunda men o'zimga kerak bo'lgan ko'nikmalarni yanada o'rganyapman. Kimyodan tashqari ingliz tiliga ham qiziqyapman va kelajakda top universitetlarga qabul qilinaman va u yerda o'zimni o'qishimni davom ettiraman va shu bilan to'xtab qolmayman. U yerda o'qishimni davom ettirib, bilimlarni o'rganib, tajribalarni orttirib, albatta davlatimizga qaytib kelib, kimyo sohasini rivojlantirishga o'z hissamni qo'shaman. Cheksiz taassurotlar bo'lyapti. Shunday yutuqlarga erishganiga doimdan ming qatla shukr farzandimizni. Barchaga hamma oilaning farzandlari shunaqa yutuqlarni olib berishini, ota-onasini yuzini yorug' qilishini butun O'zbekistonga, butun dunyoga tanitishini tilakdoshimiz. 2026-yilda yutuq olimlari qatorida yurishini tilakdoshi bo'lib qolamiz. Yoshligimdan beri men ham kimyo faniga juda qiziqqanman. Ukam bilan birga o'tirib darslar qilardik, birga kurslarga borardik. O'tirib soatlab dars qilishlarni mendan ko'ra ukam ko'proq sevardi. O'qituvchimiz ham rosa maqtardi ukamni. Sendan ko'ra u ko'proq dars qiladi, ko'proq tushunadi, ko'proq o'zini ustida ishlaydi deb maqtardilar. Mirjahon ilm orqali yurt sha'nini yuksaltirayotgan, maqsad sari qat'iyat bilan intilayotgan va o'z mehnati bilan natija yaratayotgan yoshlardan biri. Katta orzular, mashaqqatli mehnat va mustahkam ishonch bilan ro'yobga chiqadi. Bu yilda men o'zimga qo'ygan maqsadlarni hammasiga erishdim deb ayta olaman, chunki xalqaro Mendeleyev olimpiadasi, xalqaro kimyo olimpiadasi va ikkinchi Abu Rayhon Beruniy nomidagi xalqaro kimyo olimpiadalarida barchasida oltin medalga sazovor bo'ldim. O'ylaymanki, kelgusi yilda bundan-da kattaroq marralarni zabt etaman. Qarang, chang'i uchish naqadar maroqli mashg'ulot, lekin oddiy ko'ringani bilan aslida bu juda ham murakkab jarayon. Agar sal ehtiyotsizlik qilinsa, toyib ketish mumkin. Shunday, lekin yurtimizning bugungi kunda yurtimizning ko'plab hududlarida chang'i uchish uchun muz maydonlari tashkil etilgan va u yerda siz ham borib o'zingizni chang'i uchish borasida sinab ko'rishingiz mumkin. Ha, bunday qulayliklar sizga chang'i uchish borasida anchagina yengillik yaratib beradi, chunki uchgingiz keladigan bo'lsa, uzoq-uzoqlarga kelish yoki bu yerga kelishning endi hojati yo'q. Xo'sh, qayer haqida gap ketyapti deysizmi? Keling, buni birgalikda lavhamizda ko'rib bilib olsak. Marhamat. Yiqilish tabiiy jarayon ekanligini ta'kidlashadi. Yiqilib o'rganyapman. Hali yiqilmadim. Yiqilganda iloji boricha harakat qilish kerak, oldiga yiqilishga. O'qish, ishdan tashqari hamma o'zi maroqli hordiq olish kerak.
Qish faslida ochiq muz maydonida konkida uchish barchaga birdek zavq beradi va insonlarga bayramona kayfiyat va shukuh ulashadi. Muz ustida uchish tarixda eng qadimiy qishki mashg'ulotlardan biri sanalib, bundan 4000 yil avval paydo bo'lgan. Ilk konkilar hozirgidan juda farq qilgan. Ular yirik hayvonlarning oyoq suyaklaridan yoki yog'ochdan yasalgan bo'lib, charm bog'ichlar yordamida oyoq kiyimga mahkamlangan. Dastlab ular sirpanish uchun emas, balki muz ustida yurishni yengillashtirish, uzoq masofalarni tezroq bosib o'tish uchun ishlatilgan. Hozirgi ko'rinishdagi dizaynga ega bo'lgan konkilar taxminan 18-asrda paydo bo'lgan. Shu davrdan boshlab konkida uchish ko'ngilochar mashg'ulotga aylana boshlagan. Hozirgi kunda mamlakatimizda ham bir necha muz maydonlari bayramona muhitda yurtdoshlarimiz vaqtini maroqli o'tkazish uchun xizmat qilmoqda. Bugungi lavhamizda poytaxtimiz markazida ochilgan muz maydoniga tashrif buyuruvchilarning taassurotlari bilan yaqindan tanishamiz. Qishning sovuq kunlarida issiqxonangiz ajoyib manzilga aylanadi. Lekin bu faslning ham o'zgacha tarovati bor. Yaqinlaringiz bilan unutilmas xotiralarni yaratish va bayramona haroratni his qilish uchun mana shu muz maydonlari ajoyib tanlov. Ochiq muz maydoniga birinchi marotaba dugonam bilan kelishim. Bizni kayfiyatimiz juda ham a'lo darajada. Shaharimiz juda ham chiroyli bo'lib ketgan, hamma joy bezatilgan. Bugun birinchi marta uchib ko'ryapman, hali yiqilmadim. Yurtimizdagi mana shunaqa muz maydonlari odamlarga yangi yil shukuhini his qilishga juda katta yordam beradi. Hammaga yangi yil muborak bo'lsin. Bu yil yangi yil shukuhi yurtimizda o'zgacha, har yilgidan ham boshqacha. Hamma joy bezatilgan. Ochiq muz maydoni bizga yangi yil shukuhini yanada ko'proq beryapti. Muz maydonida ochig'ini aytsam ko'p uchmaganman, lekin yiqilib o'rganyapman. Bunaqa muz maydonlar bizga haqiqiy yangi yil shukuhini ulashyapti. Archa menga juda ham yoqdi. O'zimni xuddi uyda yolg'iz filmga tushib qolgandek his qilyapman. Shu fursatdan foydalanib, barcha yurtdoshlarimizni yangi yil bilan tabriklayman. To'g'risini aytsam, o'qish, ishdan tashqari hamma o'zi maroqli hordiq olish kerak. Biz o'zimiz xonadonlarimiz bilan birgalikda maroqli hordiq olish, dam olish uchun bu yerga keldik va bu o'zgacha shukuh bo'lyapti. Ayniqsa ochiq osmon ostida qor tagida sizga juda ham yoqdi. Yangi yil oqshomida bu juda ham biz uchun ajoyib sovg'a bo'ldi va kattakon rahmat. Yangi yil sizga yangi baxt, omad, juda ham ko'proq yangi do'stlar va ko'proq muvaffaqiyatlar olib kelsin. Muzda uchish inson salomatligi uchun ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, 5 daqiqalik muz ustidagi sayr endorfin, ya'ni baxt gormonini ishlab chiqarib, kayfiyatingizni ko'taradi, stressni kamaytiradi va diqqatni jamlashga yordam beradi. Shu bois muz maydoniga kelgan odamlar o'zini yengil, xushchaqchaq va tetik his qilishadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, atigi 1 soat muzda uchish 400 dan 700 gacha kaloriya sarflashga yordam beradi. Natijada tana harakati yaxshilanib, yurak-qon tomir tizimi mustahkamlanadi. Mazkur maydonlarda turli yosh vakillarini uchratishingiz mumkin, lekin qoidaga ko'ra bolalar uchun 4-5 yoshdan uchish tavsiya beriladi. Chunki bu yoshdan muvozanat saqlash qobiliyati shakllana boshlaydi. Qiziqarlisi, murabbiylar o'rganish davrida yiqilish tabiiy jarayon ekanligini ta'kidlashadi. Muz ustida uchayotganda ahamiyat ko'proq berish kerak, ya'ni oyoqni bukishga. Ko'pchilik belni bunday egib qo'yishadi, u xato, noto'g'ri harakat. Bu yerda harakat asnonom oyoqni bukishda. Va yiqilganda iloji boricha harakat qilish kerak, oldiga yiqilishga, orqaga emas. Tik oyoqda uchib bo'lmaydi. Oyoqlarni ozgina bukish kerak, tushirish kerak. O'shanda qulay uchasiz ancha. Bu mashg'ulot yurtimizda qishning tetiklantiruvchi harorati va bayramona kayfiyatini his qilishga, shu bilan birgalikda sog'lom turmush tarzini shakllantirishga yordam beruvchi mavsumiy an'anaga aylanib ulgurgan. Nimadir? Salom, hurmatli hamkasblar, kayfiyatlar qalay? Endi zo'r kayfiyatimiz, rahmat. Kayfiyatimiz hozirgacha zo'radi. O'ylaymizki, teletomoshabinlarimizning ham kayfiyatlari hozirgi o'zida zo'r, chunki yangi yil. Yaxshi, siz ayniqsa mana shunaqa qor bo'ronidan bahramand bo'lgan bo'lsangiz, sizda ham kayfiyat a'lo. Ha, haqiqatan ham menimcha hozirgi lavhamizni birgalikda tomosha qiladigan bo'lsak, kayfiyatimiz yanada ko'tarilishi aniq. Hammani tomosha qilganlarning ham kayfiyat ko'tariladi. Marhamat. Xitoy harbiydan hammaga assalomu alaykum. O'zbekiston 24 uchun maxsus video. Ayni damda harbiyda -30 gradus bo'lishiga qaramasdan, lekin havo harorati va atmosferada juda ham yoqimli bo'lyapti.
Bu shaharda yangi yilni kutish meni orzuyim edi va orzuyim amalga oshdi desak ham bo'ladi. Muzdan yaralgan, muzdan yasalgan qasrlar, mehmonxonalar tasavvur qilishingiz uchun har bitta detal inson qo'li bilan yasatilgan va yasalgan. Bunaqasini men birinchi marta ko'rishim. Bu harbiy shahari Rossiya davlatiga juda ham yaqin. Ya'ni dunyoning eng sovuq shaharlaridan biri bo'lgan Yakutiya. Juda ham yaqin oraliq masofasi. Shuning uchun havo harorati sovuq, lekin zavqli, lekin juda ham chiroyli, yoqimli holat. Meni planim nima edi? Xitoy harbinga hali uncha o'zbeklar bormagan bu joyda birinchi bo'lib borib ko'ray deb aylanib yursam, uchta qiz ko'rib qoldim-ku. O'zbek qizlari, homilalar. Qalaysizlar? Kayfiyatlar qalay? Zo'rmi sayohatlar? Harbin yoqdimi? Xitoyda o'qiysizlarmi? Qaysi shaharda o'qiysiz? Qayerda? Qingdaoda o'qiysizlar. Gap yo'q. Yoqyaptimi? Qaysi yo'nalish bo'yicha o'qiysizlar Xitoyda? Biz Xitoy tilida o'qiymiz. Xitoy tilida bo'yicha. Gap yo'q. Mana orqada ko'rishingiz mumkin, kemadan yasalgan magazin. Ya'ni kema shaklida muzdan yasalgan magazin. Qo'yib, sizlar bilan tanishganimdan xursandman. Charchamanglar. Bu shaharda odamlar uchun kiyimdan ham eng afzal narsa bu yuz niqobi. Deyarli odamlarning yuzini ochiqligini ko'rmaysiz, sababi havo harorati juda ham sovuq. -30 gradus bu normal holat. Havo harorati -40 gradusgacha pastga tushar ekan, tasavvur qilyapsizmi? Lekin bu mahalliy aholi uchun juda ham katta foyda va juda ham katta zavq ekan. Sababi atrofdan kelgan turistlar va ichki turistlar juda ham ko'p Rossiya hududidan va Yevropa hududidan bu joyga odamlar kelib, turistlar kelib sayohat qilar ekan, tomosha qilar ekan. Muzdan yasalgan shahar. Hattoki bu joyda mehmonxonani ham topishingiz mumkin. Ya'ni muzdan yasalgan, hattoki kravatlargacha muzdan yasalgan. Tasavvur qilyapsizmi? Harbinga sayohat qilishingizni tavsiya qilaman. Harbin juda ham chiroyli shahar, ayniqsa qishda. Sharqiy Yevropa, juda ham ko'p xitoyliklar bu yerni, ya'ni Harbinni kichik Yevropa deb atashar ekan. Muzlar kechasi yonib turgandek ko'rinadi. Har bitta muz orasiga shunaqa yonadigan har xil svetli diodlar qo'yiladi. Sovuq bo'lishiga qaramasdan, -20 gradus, -30 gradusda bolalar muzqaymoq yerkan. Muzqaymoq yeyish qishda bolalar uchun oddiy holat ekan. Bu shahar qishda baliqni tutishni yaxshi ko'radiganlar uchun juda ham qulay shahar ekan. Sababi dengizda, ya'ni muzni tepasida muzni o'yib baliq tutadigan ko'rgazmalar bo'lib o'tar ekan. Hattoki bu yerda eng mashhur chang'i uchadigan, har xil muz ustida uchadigan festivallar bo'lib o'tar ekan. O'zbekiston 24 uchun maxsus video tayyorladim. Qisqa videom sizlarga yoqqan bo'lsa xursandman. Barchaning yangi yili bilan yana bir bor tabriklayman. Salomat bo'linglar. Albatta sayohat qilishni unutmanglar. Dasturimiz davom etadi azizlar. Suhrob, 2026-yil ot yili ekan va bu muchalda tug'ilganlar aqlli, quvnoq tabiatli va albatta moliyaviy savodxon bo'lishar ekan. Nargiza, to'g'ri fikrlarni aytib o'tdingiz. O'zi aslida muchal yoshlar nimaga asoslanib tuzilishini bilasizmi? Shunisini bilmaskanman, qarang. Qarang, mutaxassislarning fikricha, har bir muchal yoshda odam organizmi muayyan o'zgarishlarga duch kelar ekan. O'zgarishlarga yuz tutar ekan, to'g'rimi Nodir? Albatta, mana masalan 12 yoshdan inson yetuklik davri boshlanadigan bo'lsa, 24-25 yoshdan bo'lsa, bo'y o'sishda to'xtar ekan. Aynan 48 yoshda inson tanasi reproduktiv faoliyati to'xtar ekan. Aytgan ma'lumotlaringiz to'g'ri ekanligini mana otni o'zi ham tasdiqlayapti. Faqat Nargiza qo'rqib ketyapti. Yo'q, ot baribir aqlli jonivor va bizda ot haqida bir nechta faktlar bor. Hozir uni o'zingiz ko'rib guvoh bo'lishingiz mumkin. Marhamat azizlar.
Ot yili harakat va jasorat ramzidir. Sharqona taqvimga ko'ra, bu yilda tug'ilgan insonlar faol, mustaqil, maqsad sari dadil qadam tashlashi bilan ajralib turadi. Tarix va madaniyatda ot inson hayotining ajralmas qismi bo'lgan. Bugun ham u sportda, milliy o'yin va qadriyatlarimizda alohida o'rin tutmoqda. O'rta Osiyoda xonaki otlar miloddan avvalgi 3-ming-yillikda ham bo'lgani ma'lum. Bu jonivorlar ko'p asrlar mobaynida asosiy transport vositasi, qishloq xo'jaligining ish hayvoni bo'lib kelgan. Shuningdek, ulardan harbiy maqsadlarda foydalanilgan. Otlarda shartli reflekslar kuchli, shu sababli ular qo'lga tez o'rganadi. 25, ba'zan 40, hattoki undan ortiq yil ham yashashi mumkin. Bizning zaminda azaldan otga insonning sodiq hamrohi sifatida munosabatda bo'lingan. Shu sababdan ham to'ylarimiz ko'pkarisiz o'tmagan. Ot sporti ham yaxshi rivojlangan. Bugun ham xalqimizning otga mehri bo'lakcha. Keyingi yillarda davlatimiz rahbari tomonidan yilqichilikni rivojlantirish, ot sportini ommalashtirishga alohida e'tibor qaratilayotgani ham bejiz emas. 2025-yil juda katta yutuqlarga erishdik. Xalqaro musobaqalar juda ko'p bo'lib o'tdi. Ot sporti yo'nalishi bo'yicha, cho'gan sporti yo'nalishi bo'yicha. Mana shu bazani o'zida ham shu Universal Horse Stable'da aprel oyida 2 hafta xalqaro musobaqalar bo'lib o'tdi. O'rta Osiyo ligasidan otlar keladi, chavandozlar keladi va mana shu musobaqalarda qatnashishadi. Chavandozlarimiz mana shu aprel oyidan yil oxirigacha o'ziga berilgan ballar bor, shu ballarni yig'adi. Qurbonov Bekzod bu yil 2 ta litsenziya qo'lga kiritdi. Birinchi litsenziyasi Jahon Kubogiga Amerika Qo'shma Shtatlarining Texas shahrida bo'lib o'tadi. Bu yerda 40 ta kuchli, dunyodagi 40 ta kuchli ot, 40 ta kuchli chavandoz ishtirok etadi. Ikkinchi litsenziyamiz Germaniyaning Aachen shahrida bo'lib o'tadi. Dunyo chempionati, bu yerda ham Qurbonov Bekzod ikkinchi litsenziyani qo'lga kiritdi. 2026-yilda ham juda musobaqalarimiz ko'p. Osiyo o'yinlari bor. O'shanga bizning chavandozlarimiz kun sovuq bo'lsa ham qish kunida otlar bilan o'quv mashg'ulotlarini o'tkazishadi. Buyuk Ipak yo'li davrida yurtimizdan yetishib chiqqan tulporlar sharq va g'arbni bog'lagan savdo yo'llarida muhim rol o'ynagan. Ot tarbiya maktabi hamdir. Chavandozlik yoshlarda jasorat, mas'uliyat, intizom va matonatni shakllantiradi. Bu fazilatlar esa bugungi globallashuv sharoitida raqobatbardosh, vatanparvar va tashabbuskor yoshlarni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bir nechta xalqaro go'zallik tanlovlari g'olibi Nigina Faxriddinova ham ot sporti bilan shug'ullanish, yelkani tik tutish, irodani mustahkamlashga yordam berishini ta'kidlaydi. Bir o'zimni yangi sohada sinab ko'rish niyatida boshlab ko'rdim. O'zi boshida juda ham qo'rqganman va ot sporti shunchalik meni hayotimga kirib kelishini va hayotimning bir tarziga aylanib qolishiga hech o'ylamaganman. O'zimizning yo'nalishda ham mana modellik sohasida ot sporti juda ham katta rol o'ynaydi. Chunki qaddi qomatni ushlashga, mushaklarni zo'r ushlashda yordam beradi. Birinchi o'rinda ot sporti bu o'zimizni hissiyotlarimizni to'g'ri ushlab bilish, to'liq hissiyotlarimizni nazorat qilib bilishimizga bog'liq. Chunki mana ot qancha siz o'z ichki xotirjamligingiz past bo'lsa, shuncha bu otga ham ta'siri bor ekan. Belingizni tikka ushlash, texnikani to'g'ri bajarish, o'zingiz ham qo'rqmasdan to'liq hamma narsani nazorat ostida ushlab, hamma kerakli narsalarni chiroyli bajarish bu juda ham qiyin ekan. Mana o'zim bu sport turiga kirib kelmasimdan oldin bu narsani hech ham o'ylamaganman. Oson deb o'ylaganman. To'liq hissiyotlarga bog'liq. Bu juda ham katta rol o'ynar ekan va ot sporti bilan shug'ullanadigan odamlar ancha sabrli bo'lar ekan. Otlarning xarakterichi xuddi mana yosh bolalarnikidek. Qancha ular bilan tezroq do'stlashishni xohlasangiz, har kelganingizda albatta bir olmacha, sabzi, shakar bir olib kelsanglar, ular yana ham tezroq sizlarga o'rganadi. Bu ham hozir bu yerda turgani, bu bizga ishonadi degani. Chunki birinchi paytlar bu birinchi marta kelganlarimda bu meni bunaqa qabul qilmasdi. Bemalol turib, u burchakka kirib olardi, yuzini bekitib, umuman oldimga kelmasdi. Bu bizani mana do'stlashganimizni natijasi desa ham bo'ladi. 2026-yil ot yili sifatida tashabbuskorlik, qat'iy qarorlar va maqsad sari olg'a qadam tashlash davri sifatida talqin etilmoqda. Tulporlarga xos shiddat, mardlik va sadoqat yil davomidagi jarayonlarga ijobiy ta'sir o'tkazishi shubhasiz. 2026-yilning dastlabki dasturi, dastlabki efiri sizga manzur bo'ldi degan umiddamiz va shuni ham alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Ertaga ham mana shunday a'lo kayfiyat ulashuvchi dasturni taqdim etamiz. Aslida har kuningiz mana shunday bayramona bo'lishini tilab qolamiz. 2026-yil barchangizga omad, fayz va barokat, xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik va albatta 2025-yilda erishgan natijalaringizning davomi bo'lsin. 2026-yilda ko'plab g'alabalarni qo'lga kiritishingizni tilab qolamiz. Chunki har bir
muvaffaqiyat shunchaki hayotimizni go'zallashtirishda davom etadi. Dushanbadan jumaga qadar O'zbekiston vaqti bilan dasturini tomosha qiling. Biz siz uchun eng manfaatli lavhalar va reportajlarni, ma'lumotlarni taqdim etamiz. Biz xayrlashmaymiz, shunchaki ertaga ko'rishamiz yangi yil bilan.